Assalamu alaykum, hörmətli radio anlıqçılar. Erik Uyghur Radyosu'na hoş geldinler. Bugünkü yeni sanımızda yenila vatanimizdeki bolavatkan yeni vakale veya ki çetellerde bolavatkan Uygurların faaliyetleri ve Şarkı Türkistan'ın azatlığı hakkında izleniş programımız devam kıldı. Hörmətli radio anlıqçılar, emmeylerden haberi var. Aldığın haftalarda biz bu hafta məxsus bir programlarını orlaştırgan. Bugün yine şu programın devamı üstüde destekdeki sualımızı şu yeken vakasıga alakadar bir kısım yeni suallar bilen başlayımız. Hazır radyomuzda Germaniya yaşayotgan Uyghur ziyalisi Ferhat Yorunqaş efendim biz bilen birlikte. Assalamu alaykum Ferhat efendim, qanday ahvalınız, yaxshi turamsiz? Ve aleyküm assalam Abdurrahman efendim. Ataten mene bu programga taklif qilganingiz uchun Erik radyosu ve onun işleyotgan barliq pidakar xodimlarimizga alayda minnatdorligimni bildiraman. Shundaqla mushu fursatdan foydalanib turib, vatan ishi va sizlarga butun xalqimga bo'lgan salomimni, hurmatimni izhor qilmoqchiman. Rahmat Ferhat efendim. Ferhat efendim, siz bilan oldingi haftalarda mushu yakan vakasi yoki yakan qirg'inchiligi haqida bir qator savollarni o'tirib qo'ygandim. Siz buning bir analizini olib olgandingiz. Onundan keyin hozir araliqda yana 2 hafta o'tdi. Yeni mushu vaqa haqida yeni savollar tug'ilyotdi. Bugun sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, Xitoy yakan vaqasini Abu Bakri degan bir yosh bola to'qib chiqqan deb, u bolani hatto televizorlarda to'y qildiryotdi. Siz buningga qanday qaraysiz? Bir odam uyda o'tiribla bir yo'q narsani to'qib chiqqanli bo'lamdi. Xitoy agar Abu Bakrni yolg'on aytdi desa, qanday qilganda xalqarani qoyil qila oladi? Rahmat Abdurrahman Öztürk efendim sualınız için. Bizim avval qatımlıq programlarımızda eskertip ötken idik. Hazır Xitoy hokimiyetinki bu 28. yol yakanda yapılgan qilmishininki tipik bir sepizm bir irqiy qirg'inchilik ishkanligi asosida o'tirg'i chiqyapti. Xitoy bu o'zining bu jinoiy qilmishini uchirolmaydi. Vaqt uzagan sari buningki ba'zi ahvollar, haqiqiy ahvollar asosida tashqi dunyoga oshkor bo'lib chiqyapti. Avval qatimliq programmamizda eskartib o'tgan Xitoy hukumati dastlabda buni kichik bir ish qilib ko'rsatib yurishtirish vaqti. Voy, o'lgan odam 10 necha odam. Keyin u vatandan, masalan, ba'zi muhim xatlar, uch xatlar keldi. U yerda bir jiddiy bir irqiy qirg'inchilikning yapilganligi haqida ba'zi jiddiy bu ijtimoiy uchur vositalari orqali ba'zi uchurlar kelishga boshladi. Anandakin xalqaro jamoatchilikning diqqat e'tibori u yerga markazlashdi. Chet el matbuotlari bu maxsus bu yakan 28 yo'l yakan qirg'inchiligi
haqida ciddi bir iznish yaptirishga boshlagandan keyin Xitoy hukumati qo'pib ikkinchi qatim e'lon qilgan ma'lumotida va o'lgan odam 96 nafar dedi. 13 odam, 10 necha odamdan biroqla 96 ga chiqdi. Uningdan keyin qo'pib bu yerda yakan qirg'inchiligida o'lganlarning soni haqida xalqaro matbuotda jiddiy talash tortish boshlanib ketgandan keyin Xitoy hukumati bu yerda qo'pib masalan avval qatim bu Abubakri Rahim vaqasidan burun vatandan bir xat chiqqan. İctimai uçur vasıtaları orqali bu shu yakanda Xitoy hukumatininki bir qancha yezda keng ko'lamda bir Uyg'ur dehqonlar qarta bir qirg'inchilik, sistemalik bir qirg'inchilik olib borganligini bu yerda eng oz degandimi 3000 dan 5000 gacha bu Uyg'ur dehqonninki bu yerda qirg'inchilikda shehid bo'lganligi bayon qilingan. Yezning ismi noiti aniq bu yerda Aykunlar vaqt soat noit aniq, noit obdan yaxshi ta'sirlangan. Bu birdan bir ishonchlik uchur sifatida buni chet el matbuotlari, chet ellardagi Xitoy matbuotlari keng doirada bu uchurni manba qilib qo'llandi. Chunki boshqa uchurlar bu vatandan kelgan bu uch xatga asosiy jihatdan yiqilishyapti. Garchi buningki aniq manbai haqida turli chet el matbuotida gumoniy qarashlar bo'lsin, toza ishinib ketamagan bo'lsin, buning haqiqatan vatandan chiqqanligi haqida, ammo nihoyat jiddiy bir inkos sifatida xalqaro matbuotlarningki diqqatini qo'zg'agan, shundaqla chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining kuchli diqqat e'tiborini qo'zg'aydi. Ammo Xitoy hukumati keyin bu yerda qo'pib mushu xatni chet eldagi milliy bo'lginchilarga yo'llagan. Shundaq ishni fasod o'qib Mujna bir töhmet xatini chet elga yo'llagan degan bani bilan bu yerda 22 yoshli Abubakri Rahimni bu yerda qo'lga oldi. 22 yoshli bir bola o'ylab taqin. Buni pishni pasatchi bu yerda quruq hukumatimizga töhmet qilgan degan qalpoqni kiygizib bu 22 yoshli o'g'lonimizni qo'lga oldi. Xitoy hukumatiningki bu 22 yoshli, ya'ni mushu yakan qirg'inchiligininki tafsiloti haqida chet elga yo'llangan xatninki manbai hisoblangan bu xatni yo'llagan Abubakri Rahimni qo'lga olganligining o'zimi bu yerda shu kelgan xatninki bu yerda rost bir haqiqatan vatandan kelgan bir xat ekanligi isbotlanib o'tirib chiqdi bu yerda. Bu yerda masalan bu yerda Abubakrning xatidilar emas, boshqa vatandan telefon orqali va tuqa yo'qlab berib kelganlarninki ba'zi inkostlari turli manbalardan kelgan uchurlarmi yakanda eng azından bir qancha ming Uyg'urninki bu yerda shehid qilinganligi haqida uchurlar bor. Bu uchurlar hammasi Abubakri Rahim tarafidan chet elga yo'llangan uch xatninki mazmuniga o'xshab ketadi. Sonliq ma'lumotlarga o'xshab ketadi. Demak, bu yerda bir yolg'onchilik yo'q, bu yerda bir tuhmat yo'q. Bu yerda haqiqiy ahvolni yo'llagan. Bu yerda nima desangiz, bu bir uchur yo'llash, ya'ni erkin fikr qilish, uchur yo'llash huquqiniki ig'ir darajada daxl tarafiga uchrashuvludi. Bu yerda bo'lgan ahvolni inkos qildi, ijtimoiy uchur vositalari orqali buni qo'pib, bu yerda cho'ng bir jinoyat qilib, buni akab 23 yoshli bolani qo'lga olib, buni bir bitman tuhmatni otib, butun televizorlar sazoy qilib, ixro qilib, to'y qilib, bu yerda davron qilib o'tdi. Demak, bu yerda Xitoyninki ig'ir, agarchanda Xitoyninki undaq bir haqiqatan yakan unda bir qirg'inchilik olmagan bo'lsa, agar Abubakri Rahimninki xatida yo'llangan ahvollar yolg'on bo'lsa, tuhmat bo'lsa, nima uchun Xitoy hukumati masalan hozirgacha nurg'un xalqaro tashkilotlar, chet el matbuotlar hammasi Xitoy hukumatining shuni talab qilyapti. Unda bo'lsa, biz chet el matbuotlarininki berib, yakanni naq maydondan aşağıdaki dehqonlarning bevosita, aşağıdaki yerli xalqning bevosita ziyorat qilishimiz yo'l qo'ydi. Buningga yo'q deb uni qat'iy turda rad qilyapti. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari biz kuzatchi va tarafsiz kuzatuvchilarni berib, ular tarafsiz kuzatuvchilar berib, ya'ni kuzatsin, taqiqsin, yoki sizning davatgan bu atalmış milliy bo'lganchilarning terroristlarning yolg'on gap qilyapti yoki sen yolg'on gap qilyapsan, biz tarafsiz berib tekshiraylik. Tekshirish natijasini butun dunyo e'lon qilaylik, uni ham yoqtayapti. Agar Xitoy hukumatiningki bu yerda yushirdigan bir jinoiy qilmishi bo'lmasa, qo'saq og'rig'i bo'lmasa, bu yerda bu xalqaro kishilik huquq kuzatuvchilarininki bu yerga berishiga
chet el matbuotlarininki bu yerga berib naq maydonda ziyorat qilishiga qarshilamagan bo'ladi. Demak, Xitoyninki bu yerda buningga bir tarafdan uningga qattiq qarshi turib, yana bir tarafdan qo'pib, bu yerdan bir usul yo'llagan 22 yoshli Abubakir Rayinni beshiga bayqada qalpoqni kiygizib, bu yerda jazolaganligimi, bu yerda Xitoy hukumatininki ig'ir bir reallikni bu yerda jiddiy shaklda yushirayotganligini ko'rsatdi. Tohtat ilahim vücut dünyani hasret alemde başlarım kaydı. Adalet izde Cahanni kezdim, buldum musafir, putlarım taldi. Nadamet nime, hoşallık nime, Mana emsi okşaş bulup kaldı. Çeksiz yollarda menzilim xire, tohtat dünyanı putlarım taldi. Göz yaşlar aktı, hor dipti. Bu bitmez eleni kim bizge saldı? Göz yaşlar aktı, hor dipti. Bu bitmez eleni kim bizge saldı? Kıska ömürde memnu bir küley, nakşamlı kimler sazını çaldı. Tohtat ilahi vücut dünyani hasret elemde beşimbek kaydı, beşimbek kaydı.
Ferhat efendim, bundaq oylab bakaylıda. Hazır mesela Erkin Asya Radyosu olsun ve başka mesela çetelerdeki Facebook, Twitter qatarlı torbetlerde Uygurlarda mesela Yerkent'nin işki yezisida 3000'dan 5000'gacha Uygur öldürüldü. Bütün işki yezida uçuşsuz aeroplanlar bilen bombardıman kılınıp yok kılındı deb xabar berildi de endi. Sizce bu xabarlar Ras mı? Yani doğru mu? Qanchalik derecede doğru deb analiz qila olasizmi shunga? Masalan, aşağıda Yekende, mushu Yeken de qirg'inchilik olib berish jarayonida odamzodsiz mushu urush aeroplanini, harbiy aeroplanini qo'llanganligini bu maqsad Xitoyningki xalq gezisida, masalan, Xitoyningki bevosita zuvoni hisoblangan xalq gezisida, andan keyin Tianshan to'g'ri Xinjiang gazetlarida keng ko'lamda bu xabar qilindi, rasmlar bilan qo'shib. Buni chet el matbuotları xabar qilgan narsa emas, yoki Uyg'urlar to'qib chiqqan narsa emas. Bu yerda Xitoyningki o'zining matbuotlarida e'lon qilingan narsa. Xitoyning o'zining hukumatdan boshqarishidagi matbuotlarda e'lon qilingan narsa. Maqtanib, biz bu qatim Yakanda atalmış terroristlarga qarshi turish jarayonida biz bundaq insonsiz urush aeroplarini qo'llandik. Bu bizningki bu yerdagi atalmış terroristlarni bostirishimizda nihoyat zo'r bir buningki roli bo'ldi. Bunu undaq kengaytimiz, bunda taraqqiyot qildiramiz deb, hozir hukumatning xalq kesiniga to'g'ri kirdigan bo'lsangiz, Tianshan to'g'ri Xinjiangdan to'g'ri kirsangiz, mushu organizatsiz urush aeroplarini qo'llanganligi haqidagi xabarlar ham rasmlar hozir turdi. Bu Xitoyning e'lon qilgan bu xabarlarga asoslanib turib, anandagi chet el matbuotlari mayli Erkin Asya radiosi olsun, BBC olsun va yoki boshqa chet el matbuotlari olsun, Xitoyning bergan bu xabarini asos qilib turib, bu yerda xabar taqatdi. Shunga bu yerda qo'pib, Xitoyningki buni ayblashiningki, buni inkor qilishiningki o'zimi bir mutamlik bo'ladi. Chunki o'zing e'lon qilding, o'zing e'tirof qilding, biz bunda qo'llandik buni deb. Demak, bu yerda Xitoy hukumatining bir yezda insonsiz urush aeroplanini qo'llanganligining o'zimi bu yerda masalaning xarakterini biz tasavvur qilgandimmi natijasi kuchli ishkanligini isbotlab turdi. Ya'ni bu yerda Abu Bakr Rayimningki chet elga yo'llagan bu uch xatidagi sonliq ma'lumotlarni nihoyat to'g'ri ekanligini bu yerda isbotlab turdi. Siz o'ylab baqing, u Yakan noyisi degan bu Sharq Turkiston bo'yicha eng chong noya bir viloyat bo'lgan Xitoy hukumati keyin majbur uni noya qilib o'tgan. O Nopos degan Xitoy hukumati o'zi 700 necha ming deydi, 8 mingga yaqin. Amaliyotda 1 million deyishib ketdi Yakanniki Noposi. O har bir yez degan 10 mingdan 15 mingdan 20 mingdan Noposi va yezlar va o kanatlarninki Noposi 3 ming 4 ming 5 mingdan oshdi. O Yakanniki. O Allah Yakanniki yez qishloqlarda kanatlarda oğlan intayin zich o'ltiraqlashgan. Men ayni vaqtda Xinjiang xalq radio stansiyasida muxbir bo'lib ishlayotgan mezgillarimda 80-yillarning o'tirildirida 80-yillarning oxirlarida bo'lgan Yakanning yezdirini ziyorat qilgan. U yerda oğlan intayin zich o'ltiraqlashgan. Butunlay kim ya'ni intayin zich oğlanning o'ltiraqlash nimasi. Demak, u yerda Xitoyning bu darajada keng ko'lamda harbiylarni safarbarlikka keltirib, butun bu yerda Lanju harbiy rayonini safarbarlikka keltirib, bütün qurolli saqchi qismlarining hammani u yerga markazlashtirib, yig'ib, binlarni safarbarlikka keltirib, bu darajada cho'ng harakat olib bo'lganligi, hatto odamsiz urush aeroplanlarini tatib ishlatganligimi, u yerdagi ahvolninki nihoyat jiddiy, nihoyat cho'ng, keng ko'lamli bir hodisa ekanligini bu yerda munozara taraf qilmaydigan holda bu yerda ko'rsatib, isbotlab turibdi. Ferhat efendim, siz hem Dünya Uygur Kurultayı'nın teşvikat bölümüge mesul. Dünya Uygur Kurultayı muşu kırgınçılıkını Rabia Kadir Hanım başçılıkıdaki bütün azalar her kaysı devletlerde her kaysı xildeki tillada meyli Japonca, meyli Germanca, meyli Gollandiyaca, meyli İngilizce, meyli Türkçe malumatlarını biri otudu. Hem bu 3000'den 5000'e adam öldü deyip biz davatımız bunu hem de. Hazır hem de Xitay, bununla mesela Xitay bu vakani, hazır bir Abu Bakr degan balını mecburi tevkül durup, o balığın men yağan xabar taqatdım digizdi de hem de. Şunun ulan bu xalqarada bu 3000 adamның ölgeni yağan bolayotamdı, yoki dünya bunun bir haqiqatini bilayotamdı. Dünya bununla işinip oturamdı hem de mesela. Bu yerde bir balı yağan gap taqıptı. Bu yerde bir az sonra bir ketişim boptu. Özü uçuqsız aeroplanda adam ötürdük dev etipti bir taraftan. Yani bir taraftan abala yağandan xabar taqattım dev etipti hem de. Bu 96 adam öldü bir bakıldaki xabarlar. Çünkü bunun amma hazır haqiqatini dünya qanday iş beriş gerek sizce?
Rahmat efendim sualınız için bu yakan kırgınçılığı 7. yıl yakan kırgınçılığı yüz bergendiği için Milli Rehberimiz Rabia Hanım başçılığındaki Dünya Uygur Kurultayı özünün bütün halkıradaki lobi münasebetlerini, taşkı münasebetlerini yani diplomatik münasebetlerini hemmisini hatta iqtisadi münasebetlerini hemmisini seferberlik keltirdi. Seferberlik keltirip Xitoy hokimiyatininki 28 yıl yakanda yapgan bu kırgınçılığın dünya cemaatçilik başqilish için ciddi bir umumyüzlük seferberlik yapadi hareket götdi. Hazır qaraydigan bolsangiz dünyada en azından 50-60 xil tilda nashr qilinayotgan jurnallar olsun, gazetlar olsun, televiziyalarda bu yakan qirg'inchiligi haqida keng ko'lamda chet el matbuotlarida xabar berildi. Yani bu dünyadan cho'ng bir ta'sir qo'zg'adi. Gerçi bütün dünyanın diqqat e'tibori bu yerda Falastin, yani Gazze'deki vaqalarga markazlashgan bir paytga to'g'ri kelgan bo'lsin bu 28 yil yakan qirg'inchiligi, ammo bu mu yana muhim bir vaqa sifatida dunyo jamoatchiligiga taqdim qilindi. Hozirgacha dunyo jamoatchiligininki e'lon qilgan xabarlarda umumyuzda qaraydigan bo'lsak, kishilik huquq tashkilotlari maxsus mushu yakan qirg'inchiligini oq ko'rinish qilib turib, maxsus Dünya Uygur Kurultayı'nın teşebbüsü, hemkarlığı bilen, çakırığı bilen, teklifi bilen nurgun xalqaro kishilik huquq tashkilotlari maxsus cho'ng hajmli dokladlarni e'lon qildi. Masalan, yaqinda dunyo xatarasındaki millatlarni qo'llash tashkiloti maxsus shu Dünya Uygur Kurultayı'ninki hamkorligida cho'ng keng ko'lamda bir doklad e'lon qildi. Bu dokladda bütün shu sonliq ma'lumotlar mesela 3.000'dan artıq, en az 3.000'dan artıq Uygur'un u yerda öldürülgenligi bu chet el matbuotlarida emas, hatta demokratik Xitoy matbuoti, Shanghay'dagi, Tayvandagi, Amerikadagi Xitoy demokratik matbuotlari buni e'tirof qildi. Nima bu yerda mayli xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin, mayli xalqaro matbuotlar bo'lsin, mayli chet ellardagi Xitoy demokratik tashkilotlari tarafidan nashr qilinayotgan matbuotlar bo'lsin, hammasi bu yerda Uyg'urlar tarafidan yani sunulgan vatandan kelgan uçurlarga asosiyatin ishendi. Çünkü komünist Xitoy hokimiyati bir yolg'onchi bir hokimiyat. Ya, rost gap qilmaydi. Buni butun dunyo biladi. Xitoy hokimiyatining burundan tortib haqiqatni yushirib kelganligini. Masalan, ayna shu 1989-yildagi Beijing qirg'inchiligi, Tiananmen qirg'inchiligi. Hozirgacha bu voqea yuz bergani 25 yil bo'ldi. Hozirgacha shu voqeada o'lgan odamlarning sonini yushirib kelyapti. Hozirgacha oshkorni 25 yilni yog'i yushirib, butun kuchi bilan yushirib kelyapti bu yerda. Hech bir zaman rost gap qilgani yo'q. Ya, bir voqea yuz bergandan keyin bu yerda qanchalik odam o'ldirildi, qanchalik odam tutildi, qanchalik odam hukmga e'lon qilindi. Bu 5 yil, 10 yil o'tgandan keyin asta-asta shohidlar orqali, ziyonkashlik uchraganlarning oila tabobatlari orqali, urug' qoldirib orqali bu asta-asta o'tirg'i chiqib isbotlanyapti. Xitoy hukumati hech bir zaman bu yerda rost gap qilgan emas. Yani her zaman yushirib keladi haqiqatni, reallikni yushirib keladi. Bu Xitoy hukumatiningki, kommunist hokimiyatiningki bu mohiyati, xarakteri. Bu mohiyatini va xarakterini bu kommunistik rejim, kommunistik hokimiyat bu yolg'on bilan, soxtachilik bilan, ko'zbo'yamchilik bilan o'rtirayotgan bir hokimiyat. Bu hokimiyatning abdi bashirisini biz u chet elliklarga tashviq qilmasakmi, demasakmi, ezib ishlamsakmi, butun dunyo biladi. Bilgandikin hech bir xalqaro matbuot bo'lsin, bo'libmi demokratik ellardagi mayli hukumatlar bo'lsin, parlamentlar bo'lsin, kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin yoki chet el matbuotlari bo'lsin, hech bir zaman bu yerda qo'pib Xitoy hukumatiningki bu yolg'on tashviqotlarga, soxta tashviqotlarga bu yerda ishinib ketmaydi. Shunga bu yerda Xitoy hukumatiningki yakanda 28-iyulda boshlagan bu qirg'inchilik jarayonida haqiqatan bir qancha ming Uyg'urning jiniga, begunoh Uyg'urning jiniga zamon bo'lganligidan iborat bu reallikni e'tirof qilgan bir vaziyat hozir. Şuna bir yerde halkımız herkes bir yerde meclislenmezliği, ümitsizlenmezliği gerek. Hazır mı hem? Gerçi taşkı cihetinde çok davranlar silinmeden olsun ama hazır Milli Rehberimiz Rabia Hanım başladı. Dünya Uygur Kurultayı olsun ve şimdi başka bizimki ambi teşkilatlarımız, başka siyasi teşkilatlarımız olsun. Hemisi Xitoy hokimiyatininki 28 yıl yakanda yapgan bu qirg'inchiligini hem üyede hakiki hayatını ayrılgan şehit olgan qarindoshlarimizningki ahvol dunyo jamoatchiligi anglatish uchun kech kunduz tirishchanlik g'ayrat qilib ko'rsatyapti. Buning unumi darhol bir ish kunda bo'lmaydi. Chunki bu yerda xalqaro matbuotlar bo'lsin, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin, yoki g'arb ellarining hukumatlari, parlamentlari bo'lsin, bularni darhol bu voqeaningki haqiqiy ahvolni aniqlash uchun belgilik bir vaqtga ehtiyoj bor bularning hammasininki.
belirli bir jarayonga ihtiyacı var, vaqtga ihtiyacı var. Şuna hazır asasda bu vaqt maxsus dokladlar yazılıvatıdı, maxsus axborotlar e'lon qilinyapti, bayonotlar e'lon qilinyapti. Bu yerda Xitoy hukumatining 22 yoshli Abu Bakr Raimni qo'lga olganligi amaliyotda chet elda aks ta'sir qo'zg'adi. Gerçi Xitoy hukumati bu yerda o'zining u yerda bir qirg'inchilik olib bormaganligini, mushu 22 yoshli Abu Bakr Raimni qo'lga olib, uni sazoy qilib, bu bichara yosh o'g'lonimizni bu yerda tövbe qildirib, bütün televizorlarda so'ziltib, bu yerda o'zining u yerdagi jinoiy qilmishlarini shu yushirman degan siri bu yerda Xitoyningki abdi bashirisini asosda bu dunyo jamoatchiligi turib yetyapti. Bu qaraganda 22 yoshli Abu Bakr Raimningki fotolar, resimlari e'lon qilindi. Chet ellarda nurg'un bu vaqtga hujjatlarni e'lon qildi Xitoy hukumati. Ammo bu yerda bir saqliqning borligi her tarafidan qarsangiz chiqib turdi. Abu Bakrningki masalan e'lon qilgan Xitoy hukumati tarafidan e'lon qilgan qo'lga kishan silingan, o'rindiqqa bog'lab qo'ygan, surki qarab baqing, chiroyi qarab baqing balniki. Chiroyi sag'rib ketgan. Chashlari qarab baqing. Qo'lga kishan saq qo'ygan, kichik 22 yoshli bir bolaning qo'lga kishan saqlab silib, o'tgan o'rindig'iga bu yerda bog'lab qo'ygan. Teqi tamdagi issiqlik bu yerda og'amchilar va zanjirlar va Xitoy hukumatining o'zining e'lon qilgan nimasi bu yerda. Fotosi. Buningdimi bu Abu Bakr Raimningki Xitoy hukumati tarafidan qattiq qiyin qistoq ilinganligi, qattiq qiynalganligi, qattiq bu yerda besim va majburlashga uchraganligi bu yerda mushu bir fotografningki har tarafiga qarsangiz bu yerda nihoyat aniq, ro'shan ko'rinib turibdi. Kaygılık zindan dünya, koynida hikmet ola, ündimez pinhan dünya. Şımdak dünya, bu dünya şımdak dünya. Tilkiler ovlaydı ilbir, yol bisikletken tügen. Maymuni Sultan Dünya. Bu dünya şımdak dünya, bu dünya şımdak dünya. Ürkti tezgen dünya, hukşi tavlaydı ezan, kozguni mezin dünya. Şımdak dünya, bu dünya şımdak dünya. Isıgan çölde yatan
ketmen çapan zalimi hakan dünya bu dünya şundaq dünya bu dünya şundaq dünya Ferhat efendim, ben bunda bir sual sizge sorsam da. Xitay Uygurlarını mening o'ylaganlarim deb bakaydı, hem de siz bununla karşı yoki to'g'ri ko'ramiz, qanday ko'rasiz? Sizning analizni anglab baksak, Xitay Uygurlarını bu qurollanishga zo'rlayotganmi qandaq deysiz desiniz? Bu nima sebepten to'xtamay beguna Uygurlarını, yani qo'lida bir tapanca bo'lmagan Uygurlarını o'ltirib zulm qilyapti. Yani Xitay nemiga erishmoqchi buning bilan? Uygurni hozir bir xil yuragiga qo'rqinish selishga tirishayotgandek his qilmayman. Mesela Yekende rastında 3000'den artıq adam ölgen bo'lsa, ular için jeni tikib qo'yib Xitoyga qarshi turadigan yana 3000 qarindishi chiqadi bularning albatta. Chunki o'ldi de bunun qarindishi o'ldi. En az olganda bizning Uygurlarda umumiy Uygur ölse, nima qilmasa o'zining qarindishi o'lsa, hech bo'lmasa bu Turkiyadami shunday bo'lardi-da. Mesela bir Türkiye hükümeti yoki sakçısı yoki armiyasi tarafından bir PKK degan mesela şu Kürdistan kurumuz degan Kürtlarning yani bir o'g'li chiqib taqi chiqib urush qilgan bo'lsa, o'ylab ketgandan keyin uning hech bo'lmaganda 1 2 5 10 qarindishi yana taqi chiqib bordi, shu şekilde ko'payib ketib bordi-da bularning kamda. Mesela bizning Uygurlarning resmi bir tağlarga ya bir yerga chiqib Xitoylarga resmi cho'ng zarba bergan bir Türkistan İslam Partisi deb anglayapmiz. Bu Afg'oniston Pokiston tarafida bo'lganligini, ammo bularning haqiqiy shaklda qanchalik a'zosi va kim qanday harakat qilgan bular haqida to'liq ma'lumotim mesela mening yo'q endi. Yani bizning bu hech qanday qo'lida tapanchasi bo'lmagan bu xildagi bir insonlarni to'xtamay o'ldirish orqali Xitoy endi bu bir Xitoyning xato siyosati demdik endi. Xitoy bu siyosati bilan zaten nemaga erishmoqchi? Xitoylarni mesela bizning ota-bobolarimiz mangu tashlag'im yozgan ekan. Nihoyatda yiligar millatlikini, qov millatlikini, mesela yepekleri yumuşak, kızları chiroyli, bularga aldanmanglar deb Belgi Xonning yozgan mangu tashlari Mo'g'uliston tarafdan hozirgacha tash qo'yoqliq chiqadi-da 1000 yil burunqi. Yani bu Xitoy shu Xitoy endi 1000 yildan buyon o'zgargani yo'q endi. Demek shunday yiligar bir millatda endi bu millet qanday bo'lib bu Xitoylar yani bu xildagi xato siyosat davatımız hem Uygurlar mesela Mehmet Toxta efendim olsun, başka Uygur ziyalılarımız Xitayning xato siyosatini mesela İlşat Esen efendim olsun ayıplayapti endi. Xitayning bu siyasetini nimde bunda to'yuq xato siyosatga kirib qoldi. Chunki besim ig'ir bo'lgan sira qarshilik shuncha kuchli deb bu fizikalik bir qonuniyat-ku. Xitoy bunda besish orqali nima maqsadga yetmoqchi endi? Men o'ylayman shu Uygurning yürükini izletmekçiman. Yürükini izletsem biz Uygur milleti hiçbir zaman o kollukka çıdıgan emeskenimiz tarihlarını okuatime elbette. Yani yoki olmasa bu hem yeryüzünün bütün yok bitiş demdik hem açlığını tırışıldı demdik hem bu şekilde bir etraflı bir mulayizlik versiniz Berat efendim. Elbette rahmet. Elbette siz baydak ötkendek Xitay özü düşman yaratıvatıdı. Özüge karşı yani atalmış düşmanların sanını köpeytvatıdı. Peydinpey burun bu Şarkı Türkistan'da hükümet karşı tutan Xitay hükümetinin müstemlikçilik siyaseti zulmü karşı tutan Uygurlarını bularına ait az sandaki bular milli mesele emas, dini mesele emas, ait az sandaki Uyg'ur qaraqchi bulançılınki qilgan ishi bular bütün Uyg'ur xalqiga vakillik qilolmaydi, Şinjandagi har millat xalqiga vakillik qilolmaydi degan siyosatni ko'tarib chiqqan. Peydinpey hozir qanday bo'ldi? Bu taraqqiy qilib Peydinpey hozir bütün bir Uyg'ur millatini dushman deb qaraydigan, bütün bir Uyg'ur millatini mudofaa ko'rish tegishli bir millat, dushman millat deb qaraydigan bir vaziyat shakllandi hozir taraqqiy qildi. Ya'ni bütün bir Uyg'ur millati Xitoy hokimiyatining nazarida shundaqla bu hokimiyat ninki sodiq qo'llovchilarning nazarida bir dushman, bir kuchga aylandi. Albatta bu Xitoyninki bu navbat Uyg'urlarga yurgizayotgan bu siyosatning xatoligini bizda emas, xalqaro tashkilotlar emas, demokratik ellar emas, hatto Xitoyninki o'zining ichki qismidagi ba'zi
akademik tədqiqatçı Xitaylarmı, chet ellərdəki demokratik Xitaylarmı ayıplayotdu. Bu nəhayət xata bir siyasət. Bu siyaset düşmanlık köpeytiyordu. Mesela keyinki 1-2 yılın yağı Xitayning matbuatı özümü etiraf kılatıdı Xitay hakimiyeti. Mesela Günnende boğan hadise, ayrım bir hadise. Beijing'de boğan maşini bilen özüne nıqılış hadise, ayrım bir hadise. Anandaki bu poyistansı yüzbegen ayrım bir hadise. Ürümçide yüzbegen bu Kənküləmliklik, öldürüş hərəkəti, həmmisi ayrım bir-birisindən təşkili alaqısı yox, təşkili cəhətdə ağ görünüş yox, ayrım yüzbərgən yekki xarakterlik hadisələr. Dəb Xitay hökuməti özü etiraf qılıbatıdır. Nima? Həmmisi qısas iliş məqsədi əppirilgan yekki xarakterlik hadisələr. Bir yerdə nima? Xitay hökumətinin müşündaq yolsuz siyasəti, müşündaq dövlət terror siyasəti Şərq Türkistanda qısaskarlarınki sanını fəvqəladə şiddət bilan işiğə bir yerdə sebepçi olmadı. Ama bir yerde Xitay hükümetininki menimce bu xil siyasetten devamlaştırışıydı ki, mesela yakın bilirsiniz Xitay'ninki bir yerde devlet reisi Xi Jinping şu yeken münasebeti bilen kılgan bir sözle dedi, ben bunun gipini anlamayım ben. Aval bastırıp, kattık bastırıp hem yok atkan diken, anan diken anlıqıdak olsa anlayayım ben de. Bu çıktı demdi, meydan okudu Uygurlarga. Demek ki Xitay'nın bunda kattık duruşu da özgü nisbeten bir işençisi var. Bu bir hata bir işenç ama bir işençisi var. Çünkü Şərq Türkistan'ın vaziyeti başka rayonlar mesela Türkiye'ye, Çeçenistan'a başka rayonlar okşamaydı. Mesela sizin de öttünüz baya Türkiye'lerde bu Kürtler mesela partizanlık demişler epbadı uzun yıl. Çeçenistan'da bu imkaniyet var mesela kurallık, partizanlık hareket ettirişken dairde. Bosna'da mı boğan bir ahval Kosova'da mı oldu mesela bunun burun bilirsiniz. Ama Şərq Türkistan'da bunda kənküləmlik bir yarası kurallık kənküləmlikdə hem de mesela Çeçenistan sunağın bunda bir ahval oturuğa çıkmakmıdır. Çıkmasının sebebi Şərq Türkistan'ın vaziyeti, Şərq Türkistan'ın ahvalı bir yerde fevkalade olayda bir sunağın. Olayda tüsüne ilişkimizdeki sebep ne merdiğe vaxtıda? Bir yerde Uygurlar katma-kat kamal içinde. Yine katma-kat kamal içinde. Mesela Uygurlarınki çeteller bilen, mesela hazır Xitay hükümetinin özünün itiraflığında Xitay hükümetinin armiyasının bir 4'ten biri. Təxminən rasmi Xitay Xalq Azadlıq armiyasınınki 1 milyondan artıq muntizim armiyası Şərq Türkistan'ınki arkadaş rayonlarına yerleştirilген. Bunu hesablar təxmin 1 milyon. Anandaki Xitay'nın rasmi istatistikalarda hazır Şərq Türkistan'daki kurallık sakçı kısımlarının sanımı hazır 5. fevral 97. yüzyıldan olacak. İnqilabından keyin 100 mingga chiqargan. Hozir eng azından bunun 150 ming. Bunun artıq qurolli saqchi qismlari bor. Saqchilarning sonimi odatdagi amalli saqlash xodimlarining soni 100 mingdan ortiq. Onandaki bir 300 mingga yaqin bir yerda Xitoylardan tashkillangan qurolli xalq askarlari bor. Onandaki bundan sirt yana hozir Bintanning notbosi Xitoy yaqinda e'lon qilgan statistikada 2 million 700 ming dedi Bintanninki notbosini. Bu Bintanning Xitoylarning yerimdan ko'pragi hammasi masalan qurollangan. Onandaki bu Şərq Türkistan'daki Uygurlarniki derhal bu özünün qo'shni davlatlar Afg'onistonga yoki Pokistonga va yoki Hindistonga va yoki qo'shni boshqa davlatlarga chiqib, u yerda chiqib u yerdan qurolliroq akirib yoki u yerga chiqib kirib bunda partizanlik urush qilish o'zini yushish kamdir imkoniyati yo'q. Chunki hozir butun Xitoyning azad armiyasi chegara bo'ylari 5000 kilometrdan ortiq chegara liniyamiz bor deymiz. Ammo bu yerda butun chegara boylarının hammasi qattiq bir yerda Xalq Azadlıq armiyasining kontrolligida, shundaqla bir yerda ishlab chiqarish qurilish armiyasining ya'ni 2 million 700 ming nopostega rasmiy Xitoyning statistikalarida amaliyotda 4-5 millionga bordi. Bularningki polk 58 dana tön polk ya'ni bir yerda butunlay chegara boylarga yerlashtirilgan. Shuning uchun qarab bakmamsiz hozir bir Uyg'urlar o'zi bir 7-8-10 davlat bilan qo'shni Şərq Türkistanlar. Shu o'zining chegarasidan chiqolmay chetelga. Bir yerda qopab Günnan orqali Berim orqali, Kambodja orqali, boshqa liniyalar orqali Xitoyning ichki o'lkalar orqali chet elga jinnab chiqishga majburlar, chunki ayat chiqish imkoni bir pashim o'tolmaydigan bir vaziyat shu darajada Uyg'urlarni qatma-qat qamal qilib olgan. Tarat efendim, ma Bintan to'g'riliq tema chiqarib qoldingiz-da. Men hozir bu shakda bir savol so'rayman. Buningdan burun men bir kallam kelgan bir temani o'tirib qo'ydim. Masalan, hozir davatimiz hozir sizingizda. Bizning Uyg'urlarning qo'lida qurol yo'q masalan, ochiq vatanda.
chet eldan hech qanday bir davlat ochiq oshkora yordam berib Uyg'urning qo'liga qurol berib o'zining erkinligini qo'g'da deb yordam qilib baqqani yo'q endi. Bunun hozir masalan vatan ichidan chiqayotganlardan bo'lsin, bir xil ilqi chet elda da'vo qilayotganlarga ta'tir shaklda bir nimaga qilganlar bo'ladi bo'lib Turkiyada ko'p ko'ryapman men buni. Ya quruq to'g'laydi ekansizlar, quruq vaqiraydi ekansizlar, oyada qarindoshingiz o'tirib ketib qolsa, nima kerak keladi deydigan şekillik yana bir xil hamda bu shu bo'lib Facebook torbitida hozir aytdi o'zining rasmini qo'ymagan, ismini qo'ymagan, yo'q azodlik jangchisi, bilmem mujohidi degandek ismlar bilan hamda ras Uyg'ur mujohidmi yoki Xitoydan mustaq Uyg'urlarni avvalliganligini kirib olgan Xitoy Uyg'ur sharqi kirib olganlarmi? Bular bir tarafdan pula zarba beryapti-da, hozir diqqatingizni tatgan bo'lishi mumkin. Shu sizlar bu yerda quruq ani qilib bir yerda masalan oddiy bir mashrab o'ynab qolsa, Germaniyadagi bir yerda unutilayotgan, yana birisi bir to'yga berib qolsa, unutilayotgan, yana birisi bir siyosiy faoliyat qilib, ya namoyish qilsa, bundan namoyishdan nima kerak keldi u deb tilayotgan. Ham bir tarafdan da'voga faqat aralashmaganlar buni bu xildagi narsani tilayotdi, yana bir tarafdan özünü bek çoğun mücahit davatkallar bular tilavıdı endi. Hazır davatımız maqul aşılar mücahit bolsun. Hazır davatımız endi kural yok kolida. Vatan kiriş kural elip gidek evalım yok. Yani bu xil zulüm aslında mesela endi bir hazır sizin egerci dep öttünüz. Xitayning mesela Bingtan kısımları var. Bu Bingtan'a kadar ayrım toxtalımızda. Xitay özünün hükümet askerleri var. Bütün çigram qo'g'dayotgan. Çivim ötkazmaymiz davatgan. Endi bu vatanda bu xildagi zulm bo'laversa, ama Uyg'urlar baribir bir kuni bir patlab chiqadi-da endi. Buning sizcha qurolliq harakatga aylanib ketish ehtimolligini siz qanchalik deb qaraysiz endi? Masalan, bu chet eldagi da'vo ayrim bir da'vo bo'ladi hozir. Matrapdagi masalan xalqaroga Uyg'urni anglitish bo'ladi. Mayli Rabiya Qodir xonim boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin va yoki boshqa ayrim kichik tashkilotlar va yoki surgun hukumati bo'lsin, ma'rif tashkiloti bo'lsin, yoki Uyg'ur ziyolilarini birlashtirib, o'zaro akademiyalarni birlashtirib, Uyg'ur ziyolilarini birga keladigan Uyg'ur akademiyasi bo'lsin. Bular Uyg'ur degan millatni tanishtirishga tirishadi endi. Ama o vatandagi qarindoshlarimiz haqiqiy shaklda cho'ng yardım bo'ldimi desa, menga nisbatan cho'ng bo'lmagandek hamda. Hamda hech nima bo'lmadi degan olmaydi. Chunki bizmi shu qatorda qo'limizdan kelganicha bir ishlarni xalqaro anglitishga tirishayotimiz. Sizningcha vatanning ichida vaziyat keyingi yillarda qanday bo'lish ehtimoli bor deb qaraysiz? Balkim Xitoy siyosatini tuzib bir xil yana yumshoq yo'l bilan xuddi Wang Luoqianni aytib Xi Jinpingni dastlabda kelgan vaqtda Wang Luoqian eskidi, Xi Jinping yaxshi deb xalqni bir oldigan bo'ldi-ku xalqni. Yana shunday bir shaklda bir o'yin o'ynash mumkinmi yoki shunday qattiq bostirish orqali Uyg'urlarni majbur qurollantirishga zo'rlarmi bu haq? Hem bu rahmet sualınız için buna ait nazik sual. Biz bir yerdelik ümitsizlenmesimiz gerek. Çünkü Şarkı Türkistan'ın vaziyeti hazır qarab bakın. Paydinpay avval qatımlıq programımızda ötkünümüzde ki Palestinleşivatıdı, Çeçenistanlaşivatıdı. Palestinleşti, Çeçenistanlaştı degen gap. Xuddi biyamı Paydinpay aşında keng ko'lamda qurolliq hokimiyatga, Xitoy hokimiyatiga, Xitoyning mustamlikasiga keng ko'lamlik bu yerda rayon mahalli xarakterlik emas, umum rayon xarakterlik Sharq Turkiston miqyosini olgan bir qarshilik ko'rsatish harakatiga qarab yuzinayotganligi ta'kidlanyapti. Masalan, chet eldagi Xitoy demokrat tashkilotlarining matbuotlarida yaqinda bir fikr o'tirib qo'yildi. Ya'ni Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonninki asos qatlamlarida, ya'ni yezdi qishloqlarda o'zininki hokimiyatini yo'qlab qo'yishga boshladi dedi. Bu nimadan darak ko'rdi? Bu yerda Sharq Turkistonninki xili ko'plagan yezdi qishloqlarda bu yerda butunlay u yerning kontrolligi, ya'ni yerli xalqning qo'lida hokimiyat xabarsiz bu yerda o'zlarining bu yerda saqlanadigan mudofaa qilgan yerga aylantirib olgan deyapti. Shuning uchun Xitoy hukumat hozirda bir shart oladi, asosiy qatlam partiya tashkilotlarini kuchaytiramiz, asosiy qatlamlarni kuchaytirimizda ba'zi butunlay shu yeza, kanat, mahallalarga bu yerda keng ko'lamlik kadrlarni bu yerda o'tayotdi. Ammo yaqinda Xitoy qaraydigan bo'lsangiz, masalan, Qarqashda yaqinda voqea yuz berdi. Bu yerda 8 bu yerda Uyg'urlar shehid qilindi va qo'noqlik ko'rishib olib, uning keyindan bu yerda Xitoy hukumatining butun matbuotlarida 30 ming
Qarqashliq dehqonni o'zigidan safarbarlik kelib, bu yerda shu qunaqlikqa uyushtirilib olgan atalmish terroristlarni bu yerda qurshab hujum qilib, ularninki o'ltirilishidan cho'ng rol o'ynaganligini keng ko'lamda tashviq qilib, mukofotlab necha million, necha milliard yuan pul ajratib, ularni mukofotlayotgan qator tizib qo'yib, qunaqlikning atrofida degan qator Uyg'ur dehqonini kaltak tutib, shu terroristlar chisil kallasiga solamiz deb, tarab marab turgan, shundaq fotolarni masalan video ko'rinishlarini keng ko'lamda bozorga solishga boshladi. Bular emasdek yerkandimi? Bu yerda necha ming, 10 necha minglagan bu yerda yerli xalqninki bu yerda qo'zg'alib chiqib, shu zo'ravonlarga qarshi bu yerda otlanganligini, bu yer mudofaa ko'rayotganligi, hukumatga yaqinda moslashayotganligini tashviq qildi. Buningdan ba'zi odamlar bu xato tashviq Xitoyninki bu xato tashviqotga ishinib bir mazgil qo'ymoqdi, umidsizlanganlarmi bordi. Bu nima? Xitoyning maqsadi zaten Uyg'urlarni umidsizlantirish. Nima mana? Bizga Uyg'urlar, o'zimizning Uyg'urlar bizga yordam qilyapti. Bu bo'lgunchilar osondagi narsa. Mana Uyg'ur xalqi ashadiki yana biz tarafda deb amaliyat u Qarqash o'ylab turgan, u Qarqashga yakandan qasdi ikkinchi cho'ng'ay Sharq Turkiston bo'yicha. U Qarqashning noposi 700 ming, 800 ming noposi bor. Ashad shunchalar besin qilib turib, qo'qitib yurib, pul orqali pulni ko'z-ko'z qilib turib, shunchalar cho'ng safarbarlik qilib, aram bir 30 ming dehqon ochib qilsa, agar 30 ming deganing rost bo'lsa. Unda o'g'anda qolgan 99 ondan 5% Uyg'ur harakatda. Ular nima deb sana moslashmadanmiz chiqib. 700 ming, 800 ming Uyg'ur. Bu yerda keyin Erkin Asiya radiosida e'lon qilindi. Shu Qarqashdagi shehid bo'lgan 9-10 mujohidlar necha oygacha yezdagi dehqonlar bag'riga besib, qo'g'dab qolgan. Bu nima demi yakandimi qirg'inchilik bo'lgan vaqtda Uyg'urlar norozilik qilib chiqqan vaqtida, bu yerda umumiy xalq hammasi, butun xalq bir qancha kentninki hammasi bu boshlab chiqqan norozilarga Xitoy hokimiyatiniki zulmga qarshi bu yerda namoyish chiqqan Uyg'urlarga hammasi ovoz qo'shgan. Bu yerdan burun Xitoy hukumatiniki masalan Qashqar viloyatlik partikominiki 90-yillarninki o'tirlarda 96-97'ler chiqqan bir kitob var, milliy bo'lgunchilikka qarshi turish nimasi degan. Shu materialdan degan ana shu nurg'un yezdirimiz, Qashqarninki nurg'un yezdiri hammasi milliy bo'lgunchilarning qo'liga tushib ketgan, milliy bo'lgunchilar 3 yil, 4 yilgacha aşağıda o'z oldiga so'rab, xuddi bir mustaqil bilimida qilgan, ammo hukumat uqolmay yurgan shu yerlik kadrlar, shu diyjan, da diyjan aldab, da diyjan yez boshlig'ini aldab, hammasi biriktirib olib, milliy bo'lgunchilar bilan atalmish milliy bo'lgunchilar bilan hukumatimizni aldab, butun shu hukumatimizning ta'sirini butunlay yo'qotgan nurg'un yezlarda, kentlarda, mahallalarda, qishloqlarda. Xitoy hukumati o'zi e'tirof qildi. Chunki bu yerda bu Xitoy hukumati bizni Uyg'ur millatini hamda shu bu yerdagi ham dunyo jamoatchiligining oldida dinqi ko'z xunuklashtirishda hamda mana biz pul bersak o'zining millatini bular tutib turdi, o'zining millatini qirib turdi. Yani biz umumiy xalq bizning kaynimizda bu xalq qo'lliga harakat emas degan bir maqsadni o'tirib chiqarmoqchi. Amaliyat unda emas. Bu yerda dehqonni majburlab ochgan dehqonlar degan Qarqashdagi 30 ming dehqonni deyli bo'pti. U butun Qarqashdagi umumiy Uyg'urlarningki nopasining 0.1% tashkil qilmaydi. Unda was qolgan 700 ming, 800 ming Uyg'ur qana nimda qo'lmaysini. Yakan deganning nopasi 1 million nopas bor. Bo'pti, u yerdan bir 5 ming, 10 ming odamni ochib qilsa, Oqsudimi, yaqindami yana 1 mingcha dehqonlarni safarbarlik keltirib, bu yerda atalmish terroristlarning zo'ravon unsurlarni bu yerda qo'g'lab sharklab baqanligi haqida, ularni mukofotlaganligi haqida dehqonlarni bu yerdan bir muncha buni hozir bu tashviqotni hozir asosda Sharq Turkistonning janubiy rayonlarida keng ko'lamda tashviq qilib qilyapti. Amaliyotda bu ochiqqanlarning ko'pincha majbur xuddi hashaga o'xshash, chiqmasang bu yerda yeringni tatib olamiz, chiqmasang bu yerda berdigan bajonni oshiramiz, suv olmaymiz, yana bir şey bermaymiz. deb turib, men dehqonlarni turli ham bir qonun orqali ta'did qilish, harbiy jihatdan besim qilish, ta'did qilish, iqtisodiy jihatdan ta'did ko'rsatish turli besimlar orqali bu yerda Uyg'urlarni, dehqonlarni qo'liga kaltakni tutqizib, bu yerda ochib rasmga tortib xalqarada buni sazay qilish uchun. Xo'p, bu Xitoyning o'zining aldamishi. Endi bu Xitoy bu siyosatni o'zgash, bu Xitoyninki bu siyosatninki bu Sharq Turkistonda deki ziddiyatlarning bag'ansi kuchayib ketayotganligi bir reallik. Endi buni Xitoy hukumati ko'manda, Xitoy hukumati cho'ng bir qudratli davlat. Bu hokimiyatdan unchalar dötmü hokimiyat emas. Nima uchun ko'maydi ko'rdi? Endi bu yerda ko'rib turib, bunda qattiq qo'l siyosatni o'zgashmasligining sababi bu yerda ishinayotgan bir kuchi bor. To'xtatdi, mening u yerda qatma-qat kuchim bor. Bu Sharq Turkiston o'xshamaydi Chechenistonga, Bosna Hersekga va boshqa
davlatlarga. Bu yerda mening qatma-qat kuchim bor, qatma-qat mudofaa sistemam bor meniki qurib olgan. 50-yildan tortib hozirgacha. Shunga bu yerda meniki nima yo'q. Buningki mening statistikamda 10 millionga yaqin nopos bor bu xalqniki. Qilib, biri chiqsa birini yo'qitib, 10-chisi 10'ni yo'qitib, qilaman mening 1 milliard 300 million noposim bor. Amman bir kun men bularni izib, qirib tugatamsam, osmonasi yaqib tugatamsam, xitoylashtirib tugatamsam, qirib bo'lsa-mi, yiliga 5 dan, 10 dan, 1000 dan, 2000 dan buncha tugataman deydigan bir bu yerda fashistik, ig'ir darajadagi fashistik bir niyati bor Xitoy hokimiyatiniki. Ammo Sharq Turkiston qarab turib kelgisi shunday qilgan bo'lsa, keng ko'lamda bu taraqqiy qilib, xuddi shu ayni vaqtdagi Turkiyaga o'xshash, ana Chechenistondagi o'xshash, Bosna Hersekga o'xshash keng ko'lamda bu qurolli qarshilik ko'rsatish harakati keng ko'lamda qanot yaygan bir nimaga aylanishi mumkin. Buningda Xitoy hukumatı menimcha hozirgi bu kuchiga tayanib turib, bu kelgusida Uyg'urlarni butunlay yo'qotib, qirib tugutish maqsadiga hargiz yetolmaydi. Bu yerda dunyo jamoatchiligi ham qarab turmaydi. Bir 10 million, 20 million nüfusu bir millatninki butunlay yer sharidan qirilib, yo'qolib, tugab ketishiga bir dunyo jamoatchiligi qarab turmaydi, ko'zimi turmaydi. Aralashgan ayni vaqtida Bosna Hersek masalasiga aralashdi. Shimol Atlantik Aktiv Tashkilotining NATO'ninki. Kosovo masalasiga aralashdi. Sudan masalasi, Sharq Timur masalasiga aralashdi. Janubiy Sudan masalasiga aralashdi. Hammasiga aralashdi. Xalqaro kuchlar qarab turmadi. Buningdiki qarab turmaydi. Chunki Uyg'ur xalqi insoniyat tarixiga buyuk to'klarni qo'shgan parlaq bir madaniyatga bir millat. Uyg'ur xalqininki bu yerda tarix sahnasidan bu yerda butunlay yo'qolib ketishimi, bu yerda dunyo g'azinasininki, ya'ni madaniyat g'azinasiniki yo'qolib ketishi bo'ldi. Dunyo uchun cho'ng bir yo'qotish bo'ldi. Buni dunyo jamoatchiligi bu yerda qarab turmaydi. Lahda qon bo'lgan, dardgillik to'lgan bu yuraklarga kim guvoh? Inson bo'lsak, Alloh guvoh. Agar qushlar bo'lsak, Sulaymon guvoh. Mehman geldi dedi balalar, hoş gelipsiz dedim Muhammed. Dastanı kem yaydım ana, ahval sorab yine demudem. Düşürmüdüm kördün hiç kaçan, hem yegizdim tuyup yanlıçen, hem yegizdim tuyup yanlıçen. Bağlarında oynattım kütüm, uyayırdı köngni kanlıçen. Kosak silip semrip muketi, pulu göşyep bizning legendi. Lekin mehmon kavrimas yana, ig'iz ochmas qaytish degendi. Oylab kaldım, kandak mihman bu. Kömügen men ketmez mihmanni. Bu mihmanның hulki micazi, hayran kıldı bütün dünyani. Kiyim uksam akam işken Atan tapkan her gece kanda Atan
Ulaştık qaytidin uzak, içilmeğen sırnı qanda. Ögey anam yolladı onu, atan ketken yolda çapkında. Abi zemzem ili kozga, innilenin üyini tapkında. Umut ödün düşmedik ye, beye küzdüm tukançılıklı. Tapı kılsağın pın kılmadı, sır tutmadım bir tal terikli. Ben hazır men ana mihman, korunemen özüyündümü, korunemen özüyündümü. Onun ecri köptek bilinir, hatta içken çay suyundümü. Gah Farisi, gah Erebi, sözleydi o kündüm ben muhem. Akıl onun kolminendin, hoş hoş değmen ana demuden. Men boşunda evlat iken, könlüm mu ak, boynum mu yumuşak. Üşenmesen Süleyman Guva, kuşlağımı bulamen kondan. Ferhat efendim, rahmet. Ben sizin ait mühim bir sual sormakçı. Bu sualını belki keyinki haftalarda başka Uygur ziyalarımızda mı soruşum mümkün. Çünkü bu elkimiz bombaydıgan derecede çoğun bir tema dep qarayman. Hoş. Mesela ben bu hafta misal keltirip ötsem, Kanada'da yaşayotgan Uygur ziyalarımızın G'olam Osman Zulfikar efendimden bir makalelerini okudum. Eynek namlı kitabıda. Vatanlı bir tetkikat elip alganken bu akimiz. Mesela şundaq de, mesela Uygurlarda bir değil misal keltire, yekende birisi ölüp ketdi. Ölüp ketse, yan tarafta bir hoşnisi yoki birisi olgan bolsa, qo'ngni qisılmamdı magoy. Mening balam ölüp ketmedi go. Mening balam o'zining o'qishi bilan, xizmati bilan, ishi bilan, o'zining tijarati bilan turib o'tdi. Bu qo'ngni qisibsiz bu hukumatga nim deb chaqchaq qiladi. Bu hukumat o'ynaydigan hukumat emas. Tarixdan bu ham buni bunaqa qilib kelgan tursa, o biz buga haq tankagil bo'lamdi deydigan bir qo'rqinish bor endi Uyg'urlarning nimasicha. Anaqa voy ajab bo'pti deb ko'ngli yerim bo'lganlar %30% bo'lsa, %70% odam qo'ngni qisibmamdi magoy deydi ekan-chi endi. Demek olgan sualım nima desangiz, mesela yekende hozir siz misol keltirib o'tdingiz, Aqsudan bo'ldi dedingiz, Xotandan bo'ldi dedingiz, boshqa yerlardami? Mesela bigina o'lganlarni Xitoy bu terrorchi Uyg'urlar o'ltadi deb tashviqot qildi-da avval. Boshqalarning nimasini uyda o'ltagan kichik bola yoki bovaylar yoki bo'lmasa ayollar o'lgan bo'lsa, buni Mishadagi terrorchi Uyg'urlar ma'liga besib kirib o'tadi deb tashviqot qildi avval. Buni radio anglag'uchilarimiz bo'lsa, tekshirsa topalaydi buning xabarlarini-da. Keyin qanday qildi desangiz, avval buni nima bo'lgandan keyin biz Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin askerleri devletimizni qo'g'daymiz, bu terrorchilarga zarba beramiz. Sizlar biz bilan birlikda bir safda turinglar.
deb xalqni aldab hozirda birlikda Uyg'urni Uyg'urga sep qo'yayotdi va o'zi birlikda qurollar atlaga kelganda hamma tarafni etidi kim qarshi chiqqan bo'lsa, kim o'yg'inib qolgan bo'lsa. Endi bu yerlik Uyg'urlarga, albatta Uyg'urlarni men bu yerda ahmoq millat, dört millat deganim emas, chunki hech qanday bir tashviqotdan xabari yo'q. Xitoy televizorlarda, Xinjiang TV'da, CCTV'da nimani bergan bo'lsa, shuni anglaydi, shuning gezitini ko'rdi. Chet elning Facebook, Twitter, YouTube, Google degandek nurg'un torbatlari taqoq xalqarada nimda o'tdi, Uyg'urlarning haqiqiy ahvoli qanday, bu narsani bir yezdagi Uyg'ur xalqi bilmaydi endi. O torlarga o'chib qolgan taqdirmi chiqishini atayin qanchalik Uyg'ur chiqa oladi endi nimasidan. Endi bu Uyg'urlarga qanday qilgan vaqtning o'zida haqiqiy Xitoyning mushaq bizga dushmanlik qilayotganligini, o'lgan Uyg'urlarningki begona o'lib ketib qolganligini, yezida bombardimanda bir narsa o'lgan Uyg'urlar bo'lsa terrorchini o'tadi deb bombardimon qilgan bo'lishi mumkin bo'ladi xalqni, chunki patlagan ovozlarni bir narsani anglaydi-ku yandagi yezlar yoki boshqa xalq. Biz aşağıya yuşunib olgan terrorchilarni o'tadi, terrorchilar mening tuqqanim o'lib ketibdi yoki mening dadam o'lib ketdi degan bo'lsa, terrorchilar o'tadi. Mana terrorchini biz ixro qildik. Tapito'ta odamni chiqartib ixro qildirdi ekan, qiyin qisqa bilan bir narsa bilan. Endi bu nayt cho'ng bir muhim bir temada hozir ham bunaqa masalan chet eldagi Uyg'urlarning vazifasi deb qarayman endi bu. Chunki haqiqatni bilgan chet eldagilar. Bizmi 8 yil burun vatanda vaqtimizda haqiqatni bilmaydik. Chet elga chiqqandan keyin Sharq Turkiston degan davlatning qurilganligini, ko'k bayroqning borligini men chet elga chiqib 8 yil burun o'rgangan, 8 yilda. Ondan burun o'qimaydim masalan. Buni endi qanday anglatish kerak? Ham hozirgacha Xitoy o'zi tashviqot qilgan shekillik va Sharq Turkiston terrorchilari deb Uyg'urlarga hozir endi biroz ko'k bayroqning nimaligini, Sharq Turkistonning nimaligini yaqinqi 4-5 yildan buyon bilgandek. Ammo umumiy Xitoyning maqsadini texnik tushunib yetmagandek ko'ryapman. Buni endi qanday anglatish kerak? Buning haqida endi sizning bir fikringizni o'tirib qo'yib baxsınız, balkim bu temini Dünya Uyghur Qurultiyi siz tashviqot bilimiga mas'ul bo'lgandan keyin u yerdan bir o'tirib qo'yib o'zaro bir munozara qilgan tema deb qarayman. Hammalar fikr deb baxsa, qaysi yo'llarni nima qilish kerak? Yoki tashviqot yo'llarini bir shaklda Xitoyga bir tarafdan o'chasi bir tarafdan chiqarib bo'lsa anglatish kerakmi? Ba'zilar deydi-ki, vatanga bir narsa taqatsa, uni ko'ygichilar bundan etib qolsa, tutib qolsa, Xitoyning chet ellik narsani anglaması kerak deganlar ham bo'ldi endi. Endi bu qarashingiz nima? Rahmat bu savolingiz uchun. Buni keng bir savol. Aslida bu mushkil tashviqot, masalan, voy vatandosh jimiyatmizsa vatandagilar qirilib ketyapti, tutilib ketyapti. Voy mana ma jimiyat bo'lgan bo'lsa siz boydab o'tgandek, jim qisib o'tamagan bo'lsa, palonchi uylab ketmaydi, ma'limiz ustonchi uylab ketmaydi. Bu haliqi taslimiyatchilik-chi. Anadeken bu taslimiyatchilik, tipik bir taslimiyatchilik tashviqot bo'ladi bu. Millatni haliqi bu yerda zulmga tizib ko'p, sukut qilib bu yerda yashash, qulluq asıl yaşaş, qulluq tashviq qilish, taslimiyatchilik tashviq qilish bo'ladi. Bu maqsad. Buningda ba'zi bilmaydi buning tashviqotini qilayotgan insonlar va endi vatandagi xalqqa ich og'ritish nuqtasidan umum vaziyatni tushunmay turib, Xitoy hukumatiningki muayitni abdi bashlasini bilmay turib. Ammo maqsadlik bu yerda mushundaq Uyg'urlarni da'vodan uzoqlashtirish, Uyg'urlarning jangovarligini, kurashchanlik ro'yini, milliy irodasini sundirish maqsadida tegitakda noma'lum bo'lgan ba'zi insonlar qarang'i kishilar tomonidan yapirilayotgan tashviqot bor. Endi bu yerda Xitoy hukumati ashar vatan uchun tashviqot bordi. Mana Sharq Turkiston terroristlari bu Jungo xalqining emas, Uyg'ur xalqining dushmani. Mana palonchi bular bu zo'ravonlar Paloniyada ikki Uyg'urni o'ldiryapti. Pistoniyada mancha Uyg'urni o'ldiryapti. Oqchiqildi, ko'kchiqildi deb. Xuddi Uyg'urlar shu o'zidan boshqa butun mayli Uyg'ur bo'lsin, kim bo'lsin, hammasini o'tirdigan bir qotildek bir manzilni yaratish va masalan yakan qirg'inchiligim 28-yil yakan qirg'inchiligida aşağıda o'lib ketgan ikki dona yezi kadrini butun kuchi bilan tashviq qilib, mana bular o'zininki mana 40-50 yil o'zlari xizmat qilgan ikki dona Dadijang, Shodijangni bular o'tirib-atgan. Amaliyot butun yakan qirg'inchiligi jarayonida bu yerda agarchi Xitoyning tashviqoti rost bo'lsa, bu shu yakandagi norozichi omma, qarshilik ko'rsatuvchi namoyish qilib chiqqan omma tomonidan o'ldirilgan larning ichida faqat ikki Uyg'ur bor. Bu ikki Uyg'ur kim? Ikkisi birisi shu ikkisilar bir kanit partikominiki sekretari, kent boshlig'i bo'lgan ikkisi. Bular ham Uyg'urlarniki yig'ilib,
Bular hukumat qarshi bu yerda bir isyon qilgan yoki norozilik bildirgan degan xabarni anglab, birisi anglab, yana birisiga xabar qilgan. Xitoy matbuotida xabar qilinishicha, undan keyin berib ularning oldini to'sgan, ular ketayotgan vaqtida yeziq hukumatga. Undan keyin banmanglar, o'qimanglar, boqimanglar deb ularga nasihat qilishga boshlagan, panda nasihat qilib, hukumatning og'zi bilan, kommunistik partiyaning og'zi bilan shuninglar ular ashadi degan. Sen aralashing bizning ishimizga, agardan bo'lsa bizning sepimiz qo'shil. Agar sepimizga qo'shilmasang, o'zingning millatiga bunda osiylik qilib, millatingning yo'lini to'ssang, oqibating yaxshi bo'lmaydi deb nasihat qilgan. Qilgandan keyin ular nasihatni anglamay, yana nihoyat o'ktamlash qizil pochaqlarcha bu yerda kommunistik partiyaning tashviqotini qilishni davomlashtirgandan keyin bu yerda g'azab nafrat kelgan, g'azab bilan bu yerda hukumatga norozilik bildirish uchun ketayotgan Uyg'ur ommasi bu yerda mana hamsi deb chalmik qilsak qilib o'tdi. Bu jarayoni bu hamda agar Xitoy hukumatining o'zining matbuotlarida o'tirib qo'yilgan umum jarayon bu hamda. Faqat o'lgan ishki nima? Bu yerda Uyg'urlarning yo'lini to'sgan, oldini to'sgan 30-40 yil shu hukumatning partkom sekretari yezliq, kanitlik bo'lib, ashada hukumatning manfaatiga naf berishiga erishgan bevosita bu yerda qizilpochaq ikki kadr hamda bu yerda. Buni xuddi qandaqdir bir odatdagi ma'sum bir insondek qilib ko'rsatib, mana bular nimalar buni o'tadi deydigan bir soxta manzarni yaratishga tirishdi. Endi bu yerda G'ulomdin Yag'ma apandim o'tirib qo'yibdi, bayim deb o'tdingiz. Bu yerda yana bir nuqta bor-ku endi. Bu yerda bir millatning bu dunyo millatlar tarixiga qaraydigan bo'lsangiz o'xshash. Ya'ni masalan, har qanday bir millatda bir butun millatning hammasi vatanparvar bo'lib ketmaydi. Hammasi jangvar bo'lib ketmaydi. Hammasi kurashchan bo'lib ketmaydi. Bu yerda buningki belgilik Janob Alloh diliga solgan, bu yerda uningki bir boshlab mangdigan sarkillari, boshlamchilar bo'ldi. Buningki bir jangvar bir kuch bo'ldi. Ular o'sha sarkillari umumiy xalqni boshlaydi, yetaklaydi. Her qanday ishga ular boshlamchilik qiladi, fidokorlik shulardan chiqadi, qurbon berish shulardan chiqadi. Masalan, hammasi deydi, voy bu Yahudi millati vatanparvar, intoyin bular har qanday sharoitda buni dunyo bo'yicha eng vatanparvar millat. U bu deb. Ammo o'tgandimi birisining tavsiyasi bilan shu Yahudilarning o'zining yozgan bir kitobini o'qidim. Uningda endi bu Yahudilarning hammasi shunday vatanparvar nimami, millatchimi degan savol javob bergan aslında. Mening o'qishimcha esimda qilishi aslında mana Musa alayhissalom shu Misrda Firavunning ziyonkashligiga uchrab, o'zining qavmini boshlab bu Tavratda va'da qilingan bu O'tir Sharq rayoniga yurish qilgan vaqtida yo'ldan nurg'un odamlar ba'zi jafoga chidamay qochib ketgan, ba'zi dindan osiylik qilib boshqa dillarga butparastlikka boshqa dillarga o'tib ketgan. Hatta neçqitim yolda karamet göstersimi? Aş karametini görüp dur Davud Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın karametini yana aşı karametki işenmey aşağıda bu asilik kılgan kavmiga özünün kavmiga nurgunu toy kıldım vay meyedi deb yolda yetavagan bäsi vay belim ağarıp kaldı, putum ağarıp kaldı deb yetavagan aşı O'tir Sharq kelgan vaqtida aşınınki bir 10dan 9'u qaçıdığını keçip yana asilik qildig'ini qilib, nayt oz nimasi oxirgi nishonga kelgan. Yana shu kitobda bu shunda ilgirsilgan, yana qanday bir millatda shu umum millatni boshlab mangdigan, fidokorlik qila oladigan, qurbon bera oladigan, har qanday sharoitda jinni tikib qo'ya oladigan, bu yerda ish kasbi 5%dan gacha, 3%dan 5%gacha bir millatning ichida shunday bir kuch bo'ladi. Bu Janob Alloh bularninki diliga solgan buni har qanday millatlar. U ham bir millatninki butun masalan 20 million bir xalq bo'lsa, mayli Uyg'urlar 20 million deydi. Hammasi vatanparvar bo'lib ketmaydi. Agarchi butun bir millat vatanparvar bo'lsa, bugungidek kunga qolmaydi. Bu yerda har xil bu xarakterdagi insonlar xuddi besh barmoq o'xshamagandek. Anadaki keyin bizning ahvolimiz boshqacha. Chunki bizningki mustamlika tariximiz biroz uzrab ketdi. Anadaki keyin Sharq Turkistonniki masalan bu Uyg'ur xonligi masalan burunqi shu Orxun bo'yida qurilgan eng burunqi bizningki imperatorligimiz Uyg'ur xonligi davridan keyin Uyg'urlarda pochilnish egri bo'lgan. Yaqinqi zaman men bir tarixchi emas, ama tarixiy kitoblarni ko'p ko'ramiz. Ya ba'zi tarixchi do'stlarimiz, yolilarimiz bu vaqt fikrlarini anglaymiz. Bizden bir yerde uzun müddet bölünüp yaşaş biraz egri bo'lgan. Vatanparvarlik umum millatchilik tuyg'usi bizda eng keyin shakllangan. Burun masalan bizning bu o'lqa
Uyg'ur xonligi bu yerda mag'lub bo'lib, miladdan keyingi 8-yillar bu aka bu g'arbga o'ziniki burungi tuprog'iga ko'chgan vaqtida kelib bu yerda bir qancha davlatlar qurilgan, masalan, Turpanni markaz qilgan edi. Uyg'ur xonligi, masalan, Kansu Uyg'ur xonligi, andan keyin Qashqarni markaz qilgan Qaraxonlar davlati, Xotanni markaz qilgan Udun davlati. Andan keyin bu Uyg'urlarning diniy jihatdan ikkiga bo'linishi, masalan, Qaraxonlar Qashqarni markaz qilgan Qaraxonlardagi Uyg'urlarning islom dinini baldir qabul qilishi, Xotandagi Uyg'urlar bilan bu yerda Udun davlatidagi Idiqut Turpanni markaz qilgan Uyg'ur davlatiniki bu yerda buddist vaqf qilishi. Andan keyin bu Qaraxonlar devleti bilan bu yerda Udun devleti hem Turpan devletideki Uyg'urlarni musulmon qilganligini izlab, o'zra Uyg'urlar o'rtasida aytib berilgan uzun yillik kurashlar. Uningdan keyingi Mo'ng'ul istiloli, uningdan keyin bu Chig'atoy asos qilgan Mo'ng'ulninki avlodlari tarafidan Sharq Turkistonda qurilgan turli xandonliqlar jarayonidagi bu yerdagi bo'linishlar, uningdan keyin Xo'jlar davridagi bu yerda jaholat, bu bo'linishlar, u Manjining istilosi. Qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda shunga biz Uyg'urlar yurtvozlik bak eg'ir deymiz-ku. Yurtvozlikning eg'ir bo'lishiga sabab ayni vaqtda jep qilib rayonlar bizningki ayrim bir beylik tuzumi bilan ayrim o'z oldiga mustaqil xandonlik qurilib yashagan mezgillar uzrab ketgan Sharq Turkiston. Bir butun umumiy Sharq Turkistonchilik umumiy vatanparvarlik, millatchilik tuyg'usini oz shakllangan. Masalan, xotanliklar, xeyli mezgillarga xotanlar deydigan Qashqarninki, masalan, bu Qaraxonlar, Turpanninki ayrim bu yerda bizda bir butun bu yerda millatchilik tuyg'usini naytkash shakllangan. Bu millatchilik bu yerda vatanparvarlikning asosi. Avval millatchilik tuyg'usi shakllandi, undan keyin u vatanparvarlikka berib taraqqiy qildi. Keyin bu yerda Xitoyning kommunist Xitoyninki ishg'oldan keyin kommunist Xitoyninki bu yerda bo'lgan zulmi, uning silayotgan bu yerda yurgizayotgan siyosiy mohiyatini xalqimiz tunib tushunib yetgan sira to'xtatdi. Mening zeminim umumiy Sharq Turkiston ekan, mening zeminim Qashqar yoki Turpan, faqat yoki Qumul yoki G'o'lja emas ekan, mening zeminim umumiy Sharq Turkiston territoriyasini hozirgi umumiy amin o'zi chaqan bu tuproq Sharq Turkiston meningki va yoki Uyg'uriston deyli, bu mening vatanim ekan deydigan hozir yurtvozlik nimasi ojizlar paydinpay yurtvozlik Uyg'urlardagi paydinpay vatanparvarlik qarab taraqqiy qilyapti. Bu yerda Uyg'urlarda buni yurtvozlik, bu yerda paydinpay, bu yerda millatchilik qarab taraqqiy qilyapti. Chunki men Uyg'urjimi, men bu Sharq Turkiston mening zeminim, ma Uyg'urninki ona vatani mening zeminim bu deydigan tuyg'u bu yerda kuchi bor. Buning tuyg'uning kuchayishigimi bu yerda zulm Xitoyninki kommunist hokimiyatninki boylab o'tgandek ayshunda yo'lsizligi, zo'ravonligi sababchi bo'ldi. Bu tehe Uyg'urlardagi bu millatchilik eni, Uyg'urlardagi bu vatanparvarlik eni tehe kuchayib belgilik bir umumiy xalq harakatiga, umumiy bir butun Sharq Turkiston miqyosini olgan umumiy bir harakatga aylangan bir darajaga taraqqiy qilib bag'ini yo'q, asosda kuchayib ketyapti. Endi bu Xitoy yana bir nuqtani aytgan vaqtida, masalan, bayat muhim ba'zi masalalarni o'tirib qo'ydingiz, tashviqot jihatdagi ba'zi. Endi bu Xitoy qudratli bir davlat, buni e'tirof qilamiz endi. U 1 milliard 300 million noposi bor. Iqtisodiyotdan bo'lsin, harbiy jihatdan bo'lsin, endi xalqaro e'tirof qilgan bir kuchli bir davlat. Mushunda bir kuchli davlatga qarshi Uyg'urlarninki bu yerda hozirgacha jinni tikib qo'yib kurash qilayotganligimi butun dunyoni hayron qoldirayotgan bir narsa. Mushuning o'zimi masalan Uyg'urlarninki vaziyati hargiz bu falastinliklarnikiga, kosovoliklarnikiga, bosniyaliklarnikiga o'xshamaydi. Bu Xitoyga yomon qudratli bir kuch. Shunda bir kuch qarshi Uyg'urlarning yana o'zining kurash irodasini voz kechmaganligi dunyoni hayron qoldiryapti. Masalan, matbuotlarda chiqdi, mush Urumchi qirg'inchiligidan keyin ba'zi xabarlar chet el matbuotlarida. Bu Uyg'urlarninki mushunchalar oz noposi bilan, mushunchalar ko'p noposi bor bir davlatga, mushunchalar kuchli bir nimaga. Mushundoq zamonaviy qurollar, yadro qurollari bilan qurilgan bir kuchga qarshi Uyg'urlarning Katman Gurjak bilan yana qarshi turib o'tirg'i chiqishi bu insoniyatni hayron qoldiradigan, butun millatlarga ulgu bo'ladigan bir ish. Bu haqiqatan bu yerda insoniyatni g'ururlantirdi deydigan bu qarashlarni o'tirg'i chiqqan, bu qarashlar hozirgacha bor. Demak, bu Uyg'ur xalqininki shu hozirgi jangvorlarga kurashgan ro'yini bir aks ettiradi. Ammo bu Xitoymi bu yerda albatta qarab jim yotmaydi. Bizning tashviqotimiz qarshi Xitoymi yerda qudratli iqtisodiyotga, turli diplomatiya jihatga, chet eldagi
turli jihatdagi o'zining munosabatlarini ishga solib turib, buning kuchiga qaramaydi Xitoyniki. Bizning qanchalik bir iqtisodimiz bor. Dunyo Uyg'ur qurultiyining qanchalik bir iqtisodi bor, boshqa tashkilotlarimizning qanchalik bir iqtisodi bor. Bu yerda barmoqli salg'idek bir nimamiz bor, ara aytib boramiz o'zimizning davosini. Bu yerda chunki biz davlat emas. Vatanimiz, devletimiz ayada qiliqliq, zeminimiz ayada qiliqliq, Xitoyning qulida hozir. Bizning qulumizda emas. Bu yerda Xitoyning iqtisodiyotning qudrati shunga o'ziniki turli qolchilikni ishga solib, bu yerda masalan, shu Uyg'urlarning jangovarligini, millatchiligini oshiradigan, to'g'ri Uyg'urlarga to'g'ri uchur xabar taqdirgan, Uyg'urlarni to'g'ri bir yetakchi ideya bilan, ya'ni dunyoga butunlashgan, ya'ni demokratik huquq prinsiplari butunlashgan, dunyo musulmonlari bilan, erkin dunyo musulmonlari bilan yaqinlashtirish haqidagi bu tashviqotlarga qarshi Xitoy hukumatı o'zining turli vositalarini ishga solib turib, uningga qarshi harakat etadi. Masalan, oldilar siyosiy faoliyatchilarimiz hujum qilishdan boshlaydi. Andan keyin buning to'g'ri vatanga foydali tashviqot olib berayotgan, mayli sizning bo'lsin, mayli boshqa bizning vatanparvarlarimiz tarafidan tasdiqlangan ushur vositalari, internet torlari, televiziyalar bo'lsin, bularni boshqarayotgan odamlar hujum qildi. Chunki bularning soni nihoyatda oz. Bular o'tirg'i chiqib qolgan odamlar, masalan, Uyg'ur milliyatiga qaraydigan bo'lsangiz, hozir butun Uyg'ur milliyatini cho'g'iltayotgan, buning markazida turayotgan, buningki g'olliq tayanch kuchlari deb o'tirg'i chiqib qolgan odamlarning sonini hisoblab kelsangiz, hozir u 40 ga bormaydi. Nihoyat oz. Mushu odamlar var endi. Mushu odamlar qaraydigan bo'lsa, andan keyin bizningki bu torbatlarimiz, masalan, sizning Arik TV deyli, Arik radiosi deyli va shuning o'xshash boshqa internet torbatlari va yoki axborot ushur vositalari deydi. Bularning soni qanchalik? Barmoqlar soniga deydilar. Bularni boshqarayotgan odamlar zaten o'tirg'i chiqib qolgan. Butun odamlarga tulinib ketgan bir odamlar. Bunda bo'lgandan keyin bular uchiqchilikda. Bu uchiqchilikdagi odamlarga hujum qilish, yushinib turib, hujum qilish nihoyat oson bo'ldi. Shuni qaraydigan bo'lsangiz, hozir mushu umumiy Sharq Turkiston davosini cho'g'iltayotgan, buning pilokorlik ko'rsatayotgan, buning ko'ngil bo'layotgan jiddiy bir siyosiy kuch va shakllangan mushu 30-40 odam va yoki mushundaq torbatlarning uchur vositalarini qurgan 10-20 odamga qaraydigan bo'lsangiz, keyinda tag'adi bir tuhmat, har kuni qarasangiz haqorat, chidiqsiz darajada. Bir inson hayotida anglaydigan eng og'ir tuhmatlar, haqoratlar, zarbalar. Siz bu iqtisodiyotning texnik jihatdan taraqqiy qildiraysiz, uningdagi oldingizga kelgan putli qachonlar, buning keyinda qandaqdir bir qorong'u kuchning borligini his qila olasiz, his qilasiz. Ammo qo'lingizda dalil isbot yo'q. Ammo shunda bir yangilikni o'tirib chiqarsangiz, uning qarshi turgan qattiq qudratli bir kuch chiqadi. Ya'ni o'zingizning millatning ishidan. Shunda bir iqtisodiy bir jihatdan bir iqtisodiy gavda quray va yoki iqtisodiy fondi qurib, maishimda taraqqiy qildiraysiz, uningga qarshi turgan putli qachonlik qilgan bir muncha kuch chiqadi. Kunda hozir internet torbatlari qarab boqing. Munozara maydonlari qarab boqing. Facebook va boshqa ijtimoiy ushur vositalar qarab boqing. Kimni tillaydi insonlar shu o'tirg'i chiqib qolgan, sizga o'xshash, bizga o'xshash va boshqa o'tirg'i chiqib qolgan siyosiy faoliyatchilarimizni tillamasa uyqusi kelmaydi, har kun tillaydi. Ya'ni inson bu yerda qon, go'sht, so'ngakdan bo'g'ashqa, bu yerda insonga men anglamay qulog'imni yuqori olib, ishni qag'ishib bitilmaydi. Nima deysiman bu Xitoyning g'alchiligini munofiqlari. Deganimiz bilan belirlilik dereceye kelgan vaqtda insonlar bardashlik berish kuch chek bo'ladi. Bardashlik berolmaydigan bir yeringiz kelgan vaqtida siz uchirgan haqoratlar, tövbatlar, to'sqinchiliklar, buzg'unchiliklar, ta'didlar bir darajaga borgan vaqtida bu belirlik darajada ko'nglingizni ranjitadi. Ba'zi irodangiz ojiz bo'lsa, umidsizni qilayotgan ishingizni tashlaysiz. Bunda tashib ketgan odamga yomonchi, bu til haqoratligi, tövbatligi, buzg'unchilikligi buningga bardashlik berolmay, bu da'vodan o'zini tortib chetga chiqib olgan odamni yomonchi bizning kenimizda. Bu shu yaqin zamonda o 20 yil qaraydigan bo'lsangiz. Ammo yana shuning davosimi to'xtab turar. Qo'saq og'rig'imiz tovuz yeyishdan qo'rqma deb ekan. Mening qalbim pok. Mening xalqim unchoqlar vafosiz xalq emas. Ishni pasaq ishinib ketib qolib men unda nima qiladigan. Mening xalqim hamon bir kuni bu qilgan ajrimni, qilgan xizmatimni taqdirlaydi, buning mukofotini cho'qim beradi. Bu ham Janob Alloh menga berdi. Deydigan ishonch bilan bu yerda butun narsaga chin-chinlab ketayotgan insonlarimiz bor. Shuni bularni to'g'ri tushunishimiz kerak. Shunga men oldirab, mening bir ashunda bir xarakterim bor. Bir siyosiy faoliyatchini mayli men yaxshi ko'rmay yoki siyosatdagi bir raqibim bo'lgan birisi bo'lsin, buni bir internetda va yoki bu yerda uningga nisbatan bir tuhmat yoki hujum yoki haqorat kompaniyasi boshlangan vaqtida men butun kuchim bilan bunga qarshi turgan. Qarshi turishimning sababi nima? Bu yerda chunki menga o'xshash shu beshimga, mening beshimga o'xshash so'kiladi.
Mesela birbirimizni bir qo'g'dimisak, bir-birimizga esdashlik qilmasak, bu yerda davoni kim qiladi? Yeni bir siyosiy kuch, yeni bir siyosiy faoliyatchi yetishib, u xalqaro siyosatlarda va umumiy davoni yetakchisiga masalda davo abbog'idek bir darajaga borguncha nurg'un vaqtimiz ketadi, nurg'un iqtisodimiz ketadi. Shunga bu yerda umumiy xalq bo'lib chet ellarda muhojirlikda yashayotgan xalqimiz nihoyatda saga qilish kerak. Bu yerda oldirab bir odamni qo'pib internet voy falonchi go'y pistonchi oqchi ko'kchi deb haqoratda tillab tuhmat qilib bu yerda to'xtatayotgan vaqtda to'xtatdi. Bu ajab ma odam qilyapti, mana bu ajab tillab ketib bordi. Kim bu tillag'anlar? Tillag'anlar qarasangiz birisimi o'z ismi bilan emas, ismsiz, butunlay nomsiz, ismsiz. Ya, agarcha haqiqatan millatning umum da'voga kuyinib, ko'ngil bilib ismi bilan fikrlari bo'lsa, email adreslarimiz va boshqa torbatlarimiz va aloqalashgan turli vositalar va hozir bu nima dunyosi hozir internet dunyosi taraqib ketdi. Shu vositalar aloqalash vositalari. Uningda yaxshi fikrlari bo'lsa, takliflari bo'lsa, qabul qiladi. Mayli milliy rahbarimiz Rabiya xonim bo'lsin, va boshqa uning atrofidagi siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin. Qabul qiladi. Qabul qilmaydi, nima qilmaydi bu yerda. Maqsad nima? Bu yerda qoralash, tushirish, jasoratni sundirish. Bunda qilgandiki payda qanday bo'ldi? Aniki bu oilaga ta'sir etadi. Oilaning munosabatlariga ta'sir etadi. Bu yerda hozir qarab beqing. Shu asosli da'voning asos markazida muhim siyosiy faoliyatlar izchil turda, ya'ni bu da'voda tashib etmay, jafodan qochmay, tuhmatlardan, haqoratlardan qo'rqmay bu da'voni etib qolgan odamlar qaraydigan bo'lsangiz, hammamizniki bir patman oila munosabatlaridan, bir patman bu yerda nimalar bor beshirib kelgan. Ig'ir oilasi davolg'ishga uchrab, bu yerda oilasi uyoq-buyoq bo'lib ketgan nurg'un muhim siyosiy faoliyatlarimiz bor. Buni aytib qo'yib, bu yo'ldoshiga oyog'iga döngaymiz. Ulardan ama bir yerde yana bevosita Xitoy tarafidan va uning sodiq olchilar tarafidan boshlatgan ba'zi kompaniyalar sababidan bu yerda bevosita oila munosabatlariga ta'sir etgan, iqtisodiy munosabatlarga ta'sir etgan, da'vodagi bu yerdagi istiqbolga ta'sir etgan siyosiy faoliyatlarimiz oz emas. Shunga biz bu yerda to'g'ri tushunishimiz kerak, esdashlik qilishimiz kerak, qo'llashimiz kerak. Uyg'urlar bir gap bor, bug'doy ishing bo'lmasin, bug'doy sizning yo'qmi deydilar. Iqtisodiyotdan bevosita yordam beramiz-mi? Bu yerda ma'naviy jihatdagi tasalliyimiz bularga qo'llashimiz o'zimi ular uchun cho'ng bir kuch, tasalli bo'ladi. Rahmat Ferhat efendim. Siz hozir bu keyingi aytgan jumlalarınız men tamamen qo'shilma. Chunki en avval bizning Uyg'urlar hammasi o'zidan bir so'rash kerak. Men nima qilyapman deb, bilak haqni sen aniqlanmading, sen ma'ni qilanmading deganlar shu Xitoyning ovoziga ovoz qo'shqanlik bo'lib, Uyg'urlarning orasiga faqatlam ziddiyat qo'shqanlik bo'ldi ekanda. Hamda faqat bu shakllam deb vay kim nima desa davasin men o'zimning yo'lni manga yo'lamdilam qalay deyishning o'zimi yana biroz kamchilikdek his qilgan yerlerim bor. Masalan, ba'zi bir xatolikni ko'rib turib demaslik, birisi bir xoinlik qilayotgan yoki birisi bir shaxsiyatchilik qilayotgan, birisi o'chqashqari yurtvozlik qilib, guruhvozlik qilayotgan bundaq bir ahvollarni ko'rib turibmi, sen mana qilding deb buni nomsiz emas, nomliq shaklda men e'lon qilishga tirishdim. Ba'zi e'lon qildim, masalan, ma'rif jamiyatiga xatoliklarni sanab turib, mana xatoliklaringlar bor, tuztinglar dedik. Ama bunun qarta yana hozir abim deb o'tganda hammanglar o'zingni ishga qara deganga o'xshash bo'larmi? Muqim bir javob berganim yo'q. Ashta balkim to'g'ri taraflari va xato taraflari bor, ammo masalan mening xato qilgan taraflarim bo'lsa, menga siz ayting, boshqalar aytsin, ismi bilan Abdurahmon O'ztürk mana xato qilyapsa, bunda bo'lish kerak desa, men har zaman qabul qilib keldim-da. Ama to'g'riga kirib olib, masalan, abim dedingiz endi. Hammanglarni, Bag'u, Rabiya Qodir xonim mitillaydi, Dolqin Aysani mitillaydi, sizni mitillaydi, Ilshat Asani mitillaydi, Olim Sitov mitillaydi. To'g'rida tillanmagan bir odam qolmadi endi-da bu siyosiy harakatning ichida. Buni qilayotganlar kim desa, asli tegidan elib aytganda birinchi o'p Xitoy. Albatta. Eg'izni buzganlar bu chidamaslik yoki nima shakllik, to'g'ri shakllik tanqid bo'lsa, o'chqashqari chiqib birisi urib ketigan ish yo'q. Yeniga berib yoki bo'lmasa yoki telefon qilib, "Men bunda bo'layotdi." Mushaqqat. Masalan, men oldingi qatımlıq programlar dedim. O'zaro kelayli, mushu suhbat maydonimiz bo'lsin. Men ochgan mushu Torbet Uyg'ur radiosi
Müşahede özlere hatalıklarımız olsun deyiş bakaylı birbirimizni qayıl kılaylı dedik de. Hem de bunun yine bizim Uygurlar Oğur'un yürük pok pok diyendek uç kaşkarı meydana kilenmey torda namsız isimler bilen kirip onu bunu tılaydı kaçta devam kıvadı demdi. Özgüçi histemen özgü yurtlarda. Cenimgi can koşmaz hakның yaylıqı. Samandek sargıyış dildi butlarda. Kut vermez hiç kimge minnet baylıqı. Həsətlər çekimen aptaq cutlarda. Saqaymaz ağırıqken vətən ağırıqı. Miskin mən, g'erib mən, qadimim qaşan, ko'k sütmen, susiman yutgan qaymiqi. Cennetdə berilyen bağlarım başan. Öküngen odam mən kishdi barmaqi. Demigin, yer şorab мәңгіге yaşan, saqaymaz ağırıqken vətən ağırıqı. Qatardı yoxdur mən adamlar ara. Beçarı sayaq mən yoldu bayıqı. Könglim aq, vəlikin təlim qara adam mən yoqalğan söygü amraqı. Közüdü yaş, közdü qan, yürekdi yara. Saqaymaz ağırıqken vətən ağırıqı. G'urursuz netarman küşər başqa kun, tağ erur yelkemdə təşviş salmaqı. İçimdə tuncuqdi hənva ses ün. Təs tənning mənzilida qadam almaqı. Kündüzlər közümgə patqan qara tün, saqaymaz ağırıqken vətən ağırıqı. Muqaddas navob singan tuproqqa. Təllənin keçmişi mölçəm tarixi. Qarayman yiraqqa, əzim toğraqqa, yolladı yaşlıqның altın varığı. Muhabbət şarabı yurtda, soğraqda. Saqaymaz ağırıqken vətən ağırıqı. Uyman döng boyludım, kəzdim mən mudam, adam mən hər yerge tekken ayığı. Beşimdin ketmeydi alemli her an. G'ariblik dəştinin g'oldi tayığı. Qaqşal mən, şiximdin tökülgen g'azan. Saqaymaz ağırıqken vətən ağırıqı. Hayatını ökünüş desem dəl bulur. Yo'q onun anı tən g'olib yarığı. Barcha his, bu hisqi qaram el bulur. Közlerim keynimde akar qarığı. Qayg'udun köksümge haman sel tulur. Saqaymaz ağırıqken vətən ağırıqı. Esimdin çıkmaydı can mahalleler, qanimda jo'sh urar o'lka ayniqi. Yangraydı tutardın tonuş pərdiler. Aqlimni sınaydı yollar ayrığı. Hüsnünü tekrarlar, güldü bergiler, tığımğı tığ bağlar, tığım kayrığı. Çıqqan hoş tinimge emdi kirdiler. Saqaymaz ağırıqken vətən ağırıqı. Mən emdi özgüge bolmayman hayran, yo'q erur yigitning sharttin taynıqı. Uvanğı hürmüsən bolmaysan vayran. Sayıdı soňudy sayning saymıqı. Ezdisen özüňdi güzellik devran, saqaymaz ağırıqken vətən ağırıqı. Söygüsüz uzluqlar çıksın uzunğa. İşbarsız güllərning təstur yanlığı. Buralqı kimsiler kirmez puzunla, tamaklı yırtıdı hicran. Ferhat efendim, bugün vaqt münasebeti bilen programımızı siz bilen bu şekilde qilgan bolsak, bu şu Bington hakkında siz bilen astoydil etraflık bir program qilayli deyishgan, vaqtimiz bugün biraz yetişmeydigandek qiladi. Keyingi haftalarda siz biraz izlenip qo'ysangiz, agarchi sizning Bington hakkında yozgan maqolalaringiz, torbetlerini o'qigandim, izlengandingiz. Bu şekilde bir məxsus bir söhbət qılsaq, keyingi haftalarda görüşkən bolsaq. Buldu Abdurrahman Öztürk efendim, köp rahmet sizge.
Sizin bilirsiniz, hem de hazır Xitay hükümet hazır Şərq Türkistandaki Xitay mətbuatları qaraydigan bolsanız, hazır Bingtan qurulğanlığınınki 60 yıllığını dağ bilen hatırlaymayız dep, çoğun hazırdan başlap texi. Bu Bingtan əsli bu 54-yili 10-yı 7-ci günü qurulğan. Bu mana hazır bir qancha ay burun bu Bingtanның 60 yıllığını təbriklash fəaliyyətləri hazırdan başlanıp ketdi. Şu Bingtanlarda hazır ko'rgazmalar ishlab o'tirib Urumchida qattiq tashviq qilib o'tirdi Bingtanni. Bilasiz, endi bu Bingtan o Şərq Türkistandagi bütün milliy ziddiyat, milliy ixtilof, milliy to'qinish, milliy isyon va norozilik harakatlarining bosh manbai bu Bingtan. Çünkü o Şərq Türkistan o'zaldiq mustaqil xonadonlik qurib olgan Bingtan o Şərq Türkistan xalqining siyosiy, iqtisodiy, ma'muriy, qonuniy va boshqa turli huquqlarga bevosita daxl yetkazib kelayotgan bir organ. Shunga bu yerda Bingtanni yaxshi tadqiq qilish ve Şərq Türkistan'ınki, bulub Şərq Türkistan xalqininki, Uyghur xalqininki kelgusi istiqboli uchun bu yerda Bingtanni qandaq o'tirdan qoldirish haqida chora tadbir tepib chiqish, bu vaqtda boshqatirish Uyghur xalqininki kelgusi manfaati uchun, bexatarlik uchun, omonlik uchun nihoyat cho'ng ish. Siz degandek bu vaqtda biz ayrim baydab o'tganda Xitoymi buning qurilganligining 60 yilligini tantana bilan hozirdan boshlab tabriklik qilib turibdi. Bizmi 60 yil, bu Bingtan qurilgan 60 yildan buyon buning Şərq Türkistonga kelgan, xalqqa kelgan balay qazaldiri, Bingtanning mohiyati, abdi bashirisi haqida bu vaqtda yana radio anglag'uvchilarimizga atrofliq ma'lumot bersak, texim foyda qilur deb qaraymiz. Sizning bu haqda maxsus bir program ishlashni o'ylashganligingiz meni nihoyat alayda mamnun qildi, Abdurahmon afandim. Bugun nihoyat yaxshi savollaringiz nihoyat muhim, nozik savollar edi. Nurg'un savollarimiz yana bizningki ko'plagan xalqimiz, ya'ni chet ellar, muhojiratlarda yashayotgan ko'plagan Uyg'urlarning qallasida bor, so'rashga ham so'rashga jur'at qilolmay kelgan nurg'un savollarni siz bugun dadillik bilan o'tirib qo'ydingiz. Albatta biz bugun mana bir muncha vaqtingizni chiqarib siz bu programmani ishlayapsiz, boshqaryapsiz shuni hozirlash uchun. Men bu yerda siz bilan bu suhbatga daxillayapman. Sizga bir bevosita iqtisodiy manfaat yo'q, bog'mi yo'q. Biz bir yerde ailemizmi bunun biz kompetin altında hesaplama oturmazsak kısıda hem de narazılık mı çıkıdı mesela. Demek yani biz bir yerde şavriçan buluşumuz gerek. Cenab-ı Allah'ımı deyip ki ben şavri kılan insanların yakşı görmeye. Şavri kılışımız gerek. Mesela ben bir dini zat demez ama şu İslam tarihini okuyan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ki aynı vaktideki yeni İslamiyetini taqit şeriyandaki şu vakıldaki sevirçal Cenab-ı Allah'ımı Peygamberimiz yüksek derecesi sevirçallıkını kalbiki dili kısaptıken şu vaklarda tatkan cefaları, hicretleri şu vakını olursanız ama yana şu yoludan kaytmay, haq yoludan kaytmay bütün kişiler sevir kıttırıp sevirçallıklar, meri şefkat bilen, bir yerde mertlik bilen, bir yerde aslasda, bir yerde kavimlerine aslasda, bir yerde İslam dilini, İslam nuru bilen bir yerde yorutup kelgan. Hozir qaraydigan bo'lsangiz, mana dunyoda dunyoninki 3dan, nopasning 3dan biri musulmon bugungi demada. Demak, bu yerda biz savr qilishimiz kerak, savr qilishimiz kerak. Savr qilsang Uyg'urlardan bir gap bor, savr qilsang g'urda olib pishidi deydigan. Savrchallik bilan bu ishlarni, savrchallik bilan, chidam bilan, g'ayrat bilan bu ishlarni yapmamız, ishonamanki biz Uyghur halkı, Kurashchan Uyghur halkı aman biz özümüzdeki hürlikiga, erkinligiga aman bir kuni yetimiz. Ben bu ishonchdaman. Rahmat sizga. Keyingi haftalik programmada görüşüşe aman bo'lin. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Hürmetli radyo anglag'uvchilar, yuqorida Parat Yo'rinqash afandim bilan bir qator yakan vaqasi haqida elib borgan suhbat analizimizni sizlarga anlattık. Tövende Qozog'istondagi mashhur siyosatchilarimizdan Qahramon G'o'janberdi afandim bilan elib borgan o'zining hayoti va vatan haqidagi o'ylaganlarini shundaqla Qozog'istondagi Uyg'ur shoir va yozuvchi akalarimizdan bir qancha kishining o'zining vatan haqidagi o'ylaganlari va o'zining hayot haqidagi ta'sirotlarini sizlarga anlatib o'tamiz. Aziz qarindoshlar, biz bu O'rta Osiyodagi 50 atrofida Uyg'ur qarindishimizning o'zining hayoti va vatan haqidagi o'ylaganlarini maxsus hayot shohidlarimiz nomida surat kelib, Erik televiziyasida hayot shohidlarimiz nomida
taqatqan edik. U yerdan ko'rsanlarmi bo'ladi. U yerdan to'liq ko'rib bo'lolmaganlar bo'lsa, biz bundan keyin shu Erik radiosidami oxirgi vaqtlarga qayta o'lab taqtishni davom qilamiz. Shu 3 soatlik vaqtni bir sistemaga o'tkazish uchun agar shu kamchilik bo'lib qolgan suhbat baldır tugab ketgan kunlarda mush qildiki bizim boshqa Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan elib olgan videolik suratlarning ovozini Erik radiosi orqali yana shu xalqimizga lozimlik deb qaragan, anglisi bo'ladi deb qaragan ovozlarni sizga taqdim qilishimiz. Bizga har xil fikringlar bo'lsa, har zaman shu Skype'dagi Erik Chekit radio yoki bo'lmasa Facebook, Twitter qatorliq torbatlardan bizga bevosita aloqalasha olasizlar. Torbat adresimiz uyg'urradio.com. Shuning orqali bizning radiolarimizni har zaman ansanglar bo'ldi. Her yakshanba kunisi Türkiye vaqti soat 16 dan 19 bo'lgan oralig'da taqtish elib kelayotimiz. Agar uyg'urradio.com dan anglay olmaganlar bo'lsa, Erik TV.com ga kirsam, Erik radio deb bir sahifa ochildi. Bu yerda ansanglar bo'ldi. Bizga har xil taklif fikirlarni berishinglarni umid qilamiz. Xayr xo'sh, kelar haftalik programma ko'rishgacha omon bo'linglar. Men 1946-yili Almuti viloyatining Qaynzar Uyg'ur yesi tug'ilgan, dadam Himit Sunniqchi, apam Mitrimxon. Ama mening buvam To'xniyaz va qo'shqi buvam O'janbardi, ular 1864-yilgi Sadir Palvon qo'zg'olon qatnashib, shu Ili sultonligida yashagan, asli Ili tavasidan kelib chiqishimiz. Bu şu melde men o'rta maktabni, Qozoq maktabini bitirdim. Ondan Toshkentdagi oliy umum qo'mondonlik harbiy yurtga o'qishga tushdim. 5 yil o'qib uni alabaga bilan bitirib, shuning bilan Turkmanistondagi Marv shahriga tunji vзвод komandiri bo'lib xizmat boshladim. Yana bir 2 yil xizmatda bo'lgandan keyin rota pay deb qo'yaylik, payjang bo'lib rota komandiri bo'ldim. Ondan xizmat davo bilan taqsimot qilib, men Jiroqdagi Baykalning u tarafidagi Chita degan shaharga xizmatga almashdim. Yana 6 yil davomida ham qo'mondonlik, ham shtab ofitser bo'lib xizmat qilib, shu jarayonda bir qitim Moskvada 1 yillik qo'mondonlik bilimni mukammallashtirish kursini bitirdim. Ondan lavozimim o'sib, shuni aytib ketish kerakki, Chitadagi xizmat davosida bu 70-yillarda o'tgan asrning bizning asosiy dushman sifatida Xitoy ko'rinadi va futtur shu Beijing shu tarafdagi Xitoyga qarshi harakatda bo'lishga tayyorlik ko'rdik. Ma'lum darajada shu vaqtdan boshlab men bu bizning vatan masalasiga va Xitoy sistemasi qiziqish, nimishga u ashundaq bir tuzumni ilib bordi degan masala qo'zg'aldi. Uning ustiga bizda shu vaqtda Xitoyning tarixiy, uning tajovuz harakatlari va qaza harbiylarini tafsiliy o'rganishga imkon beradi, materiallar bor. Uningdan keyin 13 yil davomida men hozirgi mustaqil Ukrainada Prikarpat harbiy rayonida xizmat o'tkazdim. Xizmat davomi mening tezdan o'sib, oxirgi shu 6 yil davomida tank diviziyaning operativ bölümünün boshlig'i bo'lib polkovnik unvonida xizmat qildim. Ko'plagan harbiy manevrlarga ishtirok qilib, ba'zi bir jihatdan harbiy jurnal, gazetlarga maqolam yozgan vaqtlar bo'ldi. Shunda qilib bu mening xizmat davrimga kelsak, shu 1990-yili xizmatdan istifoga chiqdim va 1 yil o'tmayla Almutiga qaytib kelishga imkon bo'ldi. 91-yili Almutiga qaytib kelganda men biroz ishsizlikdan shu 91-yili 7-oyda shu vaqtdagi Qozog'iston ijtimoiy fanlar akademiyasining Uyg'urshunos institutiga etno-ijtimoiy bo'limga laborant bo'lib boshda 2-3 oy xizmatdan keyin kichik ilmiy xodim bo'lib 2,5 yil yerda xizmat o'tkazdim. Shu oralikda Almutida bu Gorbachevning islohot, o'zgartirish, oshkorlash davrida
keng bir kölemlik hareketler başlandı. Şu cümleden 1989 yılı Almatı'da Uygurlarning Medeniyet Merkezi, Almut Şehirlik Medeniyet Merkezi kuruldu. Bana şu Medeniyet Merkezi'nin yığınlarına ve sorumluluğuna iştirak kılıp biraz bir aktifliğini gösterken okşaydı. 1992 yılı Uygurlarning Cumhuriyetler ara o zamanda devletler ara ittifak kuruldu. Şunun meni alternatif asas yani 6-7 adam özünün namzatını gösterdi. Şunun içinden bilet taşlaş arkalık, saylam arkalık ben şunun reisi, prezidenti de oputtum. Şunun 92 yıl birinci ayda boğan, 92 yılı 12. ayda məxsus təklif bilen İstanbul'da tuncu qitim içilgan Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'na iştirak kıldım. Mana şu Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nın jariyanı şurada boğan küçülük təsirla meni üzül kesilmiş o Uygurlarning siyasi hareketiga, yani milli azat hareketine geldi. Şundan beri imkan var. Kurultaylarga iştirak kelyapman. Bizning milli liderimiz Rabiya Qadir 2005 yılı türmeden çıkıp Amerika'ya geldi ve 2006 yılı München'de boğan kurultayda Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi болып saylandı. 2006 yılı. Şu vakitte şu bir mezgilde boğan reis bir lavazımdan elip ta 2012 yılki Tokyo kurultaygacha kolumuzdan kelgan bilimimizning özümüzün tecrübesi bilimiz qarab iş qildik. Mushundaq jarayonda şunu aytishga bo'ladiki, mening аңлық hayatım Sovet İttifaqida Stalin davrini raddiya qilib 1956 yılı Xrushchevning Stalinning diktatorlik shaxsga sig'inish bir davrini paş qilib shuni rad qilishga to'g'ri keldi. Şu 60 yılları bizning аңлық 60 yıl yeni aytganda аңлық davr boshlanganda bizga ma'lum darajada Sovet İttifaqidagi o'zgarishlar, yangilik intilish bo'ldi. Masalan, men Moskvada 2 qitim, bir yillik, 2 qitim 5 oylik bilimni, harbiy bilim mukammallash kurs o'qiganda Moskvada ya da kitap pişt bazarı deydi. Şu bazarda mesela ataqlıq dissident, yani resmi siyasatga karşı özünün fikrini yezip, eğitip kelayotgan Solzhenitsin, Doktor Sakharov, şularning maxfiy nashrgan kitaplarını, eserlerini o'qishga fursat paydo bo'ldi Moskvada. Şuningda biraz bu Sovet tüzümünün noto'g'ri ekanligini, uning oq tarafini tunji qitim biz ashada ko'rdik. Shunga kuchli ta'sir qildi. Undan boshqa bana sizning ilgari suhbatda bizning peshqadamlar deb ketdi. Bu Sovet İttifaqıga 1955 yılını tatib, asasen 1962 yılı 29 may Urumchi qanli qirg'inchiligidan keyin necha 100 ming adam qochib chiqdi. Shu jumladan Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurg'uvchilar, aktivlari, milliy armiyaning ofitserlari, qo'mondonlari qochib chiqqan va shu yerda shu Olmutda, Qozog'iston, Bishkek, Qirg'iziston, hatto Toshkent mush atrofda turadi. Ular masalan xalqning rivoyat anlanan G'ini Boturni biz şu maktabda o'qiyotganda şu mallida ko'rgan. Bir sabablar bilan bizning mallida asosan vatanning jeli yuzi bilan Arosdan mushu ikki tarafning kishilarida va qarshiliklar bor. Shu bir qitim kelib mening Halim ismli qag'ini shu vaqtdagi Sovet hukumatining bir yeni maşinesi vardı, Pobeda deyilgan. Şu Pobedani taraf-tarafning g'enikamni qanday kuchimiz yetam deganda shu kelib aqsini ko'taginni mashina o't aldırıp mangsima mangamay qoldi shu vaqtda. Men shuni ko'rgan, o'z ko'zim hayron qolgan. Shu masalan men ittifoqning raisi bo'lgandimman, bizni bu yerda Olmutuda muhtaram Sharq Turkiston hükümetinin baş katibi Abdurrahim Mahsum, mana 2005 yılı tarihte klasik yazıcımız Yasemedi, yazıcılar Besimcan Zülfqarov, İlyas Yusuf, bu nime Hilal Hamrayev, şunun dahla bunu ofislerlerden Esetti, polkovnik Aytuğan, ana Bishkek polkovnik Kenji,
Polkovnik nimeler nihayetli nurgun kişiler badi. Yazgıcı, şairdekme, alımlar, Batır Reşidin, manazırım ba. Şuladın ben bizim Azatlık Hareket, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti, vatanның tarihi, küreş tarihleri okuduk. Onun üstüge 92 yılı institutda işlep atkan vaqtimda tunji qitim turg'un almasning Uyg'urlar kitbini başdan ahiri Uyg'urchada hem Kiril yezig'ida hem ko'ni Uyg'ur yezig'ida vaqt ancha o'qimadim. Tanishib bu nihoyatda kuchli ta'sir bergan bizning shonliq tariximiz bor ekanligini, Uyg'urlarning tarixda shundoq cho'ng ulug' davlatlarni, qaqanatlarni qurganligini va hozirgi ahvollari to'g'riliq. Onun o vaqtlarda yana bizga bu Almutuda Uyghur Avaz bilan billa vatandan chiqqan shaxti peshqadam jurnalist, yozuvchi bo'lganlar ishlaydigan Yangi hayot degan gazet bor. U 1969 yılda nashr qiladi. U gazetda butunlay shu Uyg'uristondagi ijtimoiy siyosiy ahvol, Xitoyning milliy siyosati va Uyg'urlarning tarixi yoritiladi. Ham shu jumladan ozodlik kurash tarixi yoritiladi. Mana shunday bir jarayonlarda biz bu yerda nimadan boshildik deganda oldi bilan Qozog'iston va O'rta Osiyo, bu ittifoq O'rta Osiyodagi Uyg'ur madaniyat markazlarini hamkorlashtirish, uyg'unlashtirish uchun qurilgan deb. Birinchi va hozir elim esimda eng cho'ng qilgan ishimiz 1994 yili 44 yıl kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti ve 33 yıl kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni Xatirlash ilmi ameli konferansiya Uyg'urshunos instituti bilan billa vaqt mashhad ishilgandagi birinchi konferansiya o'tkazdik. Nihoyatda odamlar ko'p kelib qatnashadi. Vaqtida shu siyosiy faoliyatda aktiv faoliyat olib ketib qolgan marhum Yusuf Bek Muhlisi, Aşır Vahidi, mana shunday kishilar dokladlar chiqdi. Bunun ilmiy tarafini tarixshunos olim Davut Isiyev ifade. Şu sorunlarda biz tunji qitim shu tarixning murakkab tarafini o'rganishga başladık. Hem mening bir tushunch paydo bo'ldi. Bu bizning tariximiz, keyingi qurilgan davlatlarning kelib chiqishi va barbod bo'lishida qandaqdir bir sirliq vaqalarning bor ekanligini, boshqa bir kuchlarning bor ekanligiga his qildim. Shularni o'rganishga o'zimga bir vazifa sifatida qoldirib, shu qo'lim bosh vaqtda 90-yildan boshlab kitob yozishga, maqola yozishga shuna kirishdim. Sizning yozgan kitob, maqolalar haqida biroz to'xtalib bersangiz, nima kitob yozdingiz, bir raqamlik nima bor kitobning ichida? Başta ettim, Kazakça okudum. Anadaki 25 yıl bütünley 99% Rus muhitida buldum. Şundak muhitte bulup, elbette Uygurçum tahsil kaldı. Bir yaş şu benim şu atanam qattiq Müslümanlık, Uygurçılıkta bolganlıktın. Ayalım Uygur, Xudog'imning shukri, shuning bilan tilimni saqlab qoldim da, shu muhitdan. Shundan bu 90-yil institutda, endi institutda va rasmiy til, rasmiy yoziq rus tilida. Hozir shunday ekan. Ikkinchisi qozoq tilida, shuning uchun uchinchisi Uyg'ur tili. Shuna men rus til bilan yozib, tunji kitbim bu rus yozdim. Uningda Uyg'urlar tarixining ko'z qarashi degan tarjima bo'lsa, Uyg'ur rakusi istoriya deydi. Shunda kichikina bir 300 betlik kitob yozib chiqdim. Shu qiziqdim, shu kitob qandaq bir inkas qaytar. Olimlar tarafdan shunda biladigan, tarixni biladigan tarafdan yaxshi inkas bo'ldi. Shundan keyin men 1998 Istanbulda merhum Rıza Bek'in uyushtirgan bir cho'ng shu nima qilamiz degan yig'inda bo'ldik. 2-3 kun Şarkı Türkistan rahbari yig'in bo'ldi. Shuning bilan biz vaqtliq Şarkı Türkistan milliy markazini qurgan. Şəhərdə bir qarar bo'ldi. Qarar bo'yicha Uyg'urlarning tarixini yozib chiqsak, sizlar ruscha yozib chiqinglar, mayaqda Uyg'urcha va boshqa yozimiz, keyin uni o'tirib qo'yamiz degan masala o'tirib chiqdi. Shu men ya da merhum bizning peshqadam Azadlık hareketining vakili Sabit Abdurahman bor deb. Shunda Sabit Abdurahman Uyg'urcha yozishga kirishdi, men o'rischa.
Şunda Sabit Abdurrahman nahayet amdan çoğun təsirlik Uygur namını yazıp bitti. Hazır bütkül dünyadaki Uygur cemaati bilen tonuş. Men Rusça Uygurla qedimdim bugün güngacha namlıq. Çünkü Uygurla degan nam bilen turg'unolmasın ba. Men uzunaroq shunaq ilmiy nam bilen yo'g'on bir asar 7 yilning ichida bitirdim. Endi u asar bizning bu O'rta Osiyo Cumhuriyatlaridagi Uygurlarning yaşlı hammasi degdekli Rus tillikdi 90-yillari ve bunu Sovet İttifaqı parçalangandımı 15 müstakil devlet aylandı 16-cı bu Rusya özü bu devletlerdə yana Rus tili mağdu. Şoň aşkı Rus bu kitabımız endi bir təsir boldu. O kitap asasen endi tarix tərəfi meningdən avval nəhayət köp asasen turgun almasının Uygurlarga asaslangan ve Rus alimlerinin Uygurla doğru yazgan tarihler bu iki çünkü ben Rusçılık bolgandan keyin Maşada ba Almatıda, Taşkent'te, Bişkek'te ve Moskvada neşir kılan kitaplarının asası da ve turgun almasının asası da. Lekin o kitapta ben şu Uygur Milli Azatlık Hareketini ta 1765 yılda 3 turpan kozgulunu tatıp siyasi tarafından tadqiq qilishni maqsad qilgan shuni qo'ydim. Qanday qo'zg'olon boshlanadi, kimlar boshqardi, qanday vazifa qildi, qanday qilib bu mag'lub uchraydi. Mushu izlanish jarayonida men bu 1933-yilgi 34-yilgi Sharqiston Islom Cumhuriyati va 49-yilgi Sharqiston Cumhuriyatlarining tarixidan yenilik topdim. Bu nima desam, bu mesele qandaq? Mesela bu Uyguriston, Sharq Turkiston, mening uchun Uyguriston, Sharq Turkiston, Uyg'uriya o sinonim atalg'ular tang ishiltidi. U nima desa, o 1 milyon 600 hozirgi Xitoyning rasmiy ma'lumot bo'yicha 665 ming kvadratli kilometr yoki 1 milyon 710 ming kvadratli kilometr territoriya va shadiki qedimdan ta Hun davridan tatib Uyg'urlarning makoni bo'lgan kelib chiqqan ya. Mana shuni his qildim. O tarixlarga qarasak Uygur bilan istilochi mustamlika Xitoy davlatining orasida masala bo'ldi. Har qachon shundaq taraqqiy qildi 30-yillari. Üçüncü bir kuch. Bu bosma Sovet İttifaqı qo'l soldi. Şu zamanda 30-yillari Sovet İttifaqının bu O'rta Osiyo Cumhuriyatlar, şu cümlede Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan muşularda köperek, ma'lum derece Kazakistan ve Kırgızistan'da azatlık hareket vardı. Mesela İsmail Bek, İbrahim Bek ve hakazla ta 36 yılgıçı bula muşa Qarqum, Kızılqum, muşu Amudarya, Sirdarya, muşu vadlarda, Pergani vadlarda kozg'olon bolup küreş bolatkandı. Ular aş qo'zg'olonlar mag'lub bo'ldi da, ular Afg'onistonga qochdi. Afg'oniston vaqtdagi hukumatı Sovet bilan yaxshi bo'lish 30-yillari siyosatni ilgari surdi. Shuning bilan ularning ba'zilari Qashqarga berib o'tirib olgan. Va Qashqarda Sovet ittifoqining konsulsi, bunday aytganda razvedka o'rni bo'lib, bular Qashqardagi Janubiy Uyg'uristondagi hamma vaziyatni kontrol qilib tura oladi ekan, biladi ekan. Shu esimda mening topqinim shu 33-yili endi biz KGB'daymiz, u vaqtlarda NKV degan shu o'rislarning ichki ishlar xalq komissariyati degan ministerlik. Shuning ichida razvedka va razvedka qarshi bosh boshqarmalar bor. Shularning odamlari shuning boshlig'ining biri ham harbiy razvedkaning boshlig'i Yan Berzin deganlar Stalinga doklad yozdi. Mana shunda Qashqarda bir cumhuriyat qurildi. Uning maqsadi bu cumhuriyat taraqqiy qilsa, Markaziy Osiyodagi turk tilli xalqlarga ijobiy ta'sir ko'rsatib, bularni yangilamashdan qo'zg'olon ko'tarishga da'vat qilish mumkin degan fikrni o'tirib qo'ydi. Tabiiy Stalin undaq bo'lsa, undaq turk jumhuriyatlarining bizga hojati yo'q degan masalani qo'ydi. Qirg'izistonning hozirgi Norin viloyat tarafidan jiroh uchirgan bombardimon aviatsiya bu mayadan harbiy qo'shinlarni kirgizib tunganlarni mojuyin shu akfuku malani oldiga silib, shularning qo'li bilan Qashqardagi qurilgan jumhuriyatni vayron qilib, ondan ularning o'zlarini qirib tashlab, bizning mustaqil davlatni asli Sovet
өкіметі қол сіліп вайран қылған. Шunda qilib o'zlariga mayil shu vaqtdagi quv makkar Shimsayni taxt ekib. Shimsayni taxtga chiqishimiz zaten Sovet razvedkasining shu Urumchidagi 1000dan oshiq ofitserlari polkovnik nimaning yardım bilan bo'lgan ish. 44-49da shu Bakanandaq bo'lishi 2-Dünya urushi jarayonida 1943-yili Tehronda Stalin, Roosevelt, Amerika prezidenti ve Churchill, Angliya premier ministri hükümet reisi sohbet ötküzüp faşistik Germaniyani qandaq qilsak berbat qilamiz ve onundan keyingi siyosatni o'tirib qo'yib muhokama qildi. Shu jarayonda bu g'arb liderleri Stalinni ilhomlantirish uchun bu Xitoydagi 1 milliondan oshiq yapon askerini vayron qilishga Sovet ittifoqini tatib akirishga bir harakat qilib uningga imtiyoz berdi. Mesela Mongol masalasini o'zining ichki ishlaridek va hozirgi bu Sahalinning atrofidagi orollar va gaz masalalar va g'arbda Sovet hukumati o'z vaqtida tattirib qo'ygan Kaspiy bo'yidagi ba'zi yerlar, masalan hozirgi Kaliningrad viloyati yoki qadimda Prussiya Muşunaq məsələ oturup qoyuldu da soda boludu. Şunun bilan Stalin bunun məqsədi asasən Kuomintang Xitayını və kommunist Xitayını ikisini Yaponga qarşı uruşqa dəvət qilish. Yaponga qarşı uruşqa dəvət qilsa, bu Jiroq Sharqdagi Tinch okeandagi butkul o'zining qurolli kuchlarining eng bo'lmasa yerimini G'arbiy maydonga, urush maydoni, masalan, bu Belarus, Ukraina mashaqqa yo'tkab akilishni niyat qildi-da, axiri shuni amalga oshirish uchun bu 44-yili turmadan qochib chiqqan G'ani Batur bu Nilqining tog'larida boshda kichik otryad, keyin cho'ng otryad qilib Nilqi nahiyasini ozod qilgandan keyin bir harakatlar bo'ldi 44-yil atyozda. Shuning bilan G'uljida vaqtda Ilhon To'ran boshliq ozodlik tashkiloti qurildi. Mana moshlarni izlash, moshlarga ta'sir qilishga NKVD, KGB qo'l soldi. Onun G'uljidagi konsuli va G'uljidagi doktorxonaning bosh doktori doktor Hakim Jappar. Shu asli shu NKVDning razved maktabini bitigan jasus, lekin Uyg'ur. G'uljidagi ziyolilar bilan munosabati yaxshi, bilimli. Shu Hakim Jappar Ilhon To'ra va ozodlik tashkilotining rahbarlarini boshqalar bilan G'uljidagi konsulning tonishishiga, muhokama qilishiga yo'l ochib berdi. Shunday qilib, konsul o'zi shu NKVDning adami, vitse-konsul Baradin boshqalar 44-yili yoziladi shu ozodlik tashkilotining rahbari Ilhon To'ra bilan uchrashib, uningga Sovet hukumati bundan keyin Uyg'urlarning milliy ozodlik qo'zg'olonini kurishini qo'llaydiganligi, ularga yordam beradiganligiga eg'zaki va'da berdi. Bundaq bir hujjat, hozirgacha tuzilgan hujjat to'g'riliq aniq ma'lumotlar yo'q, har turli gaplar bor. Shunday qilib, shadagi vaziyat Xitoyning nihoyat asosan bu Shimsayning kuchlik mustamlik siyosati ezilishlar shadagi vaziyat shu qo'zg'olonga nihoyat pishib ketganlikdan ili tavasida qo'zg'olon boshlandi. 1944-yili 12-noyabrda Sharqcha Islom Jumhuriyati qurildi. Ma'lum darajada uningga Sovet ittifoqi qurol yaroq buni berdi, lekin beka emas, pulga, molga va kaza. Mana shu jarayonda bu 2-Dünya urushi Sovet 1945-yili 8-may, ya'ni Sovet ittifoqining kalendar bo'yicha 9-may kuni g'alabiyat qozonib, faşizm berbat bo'lgandan keyin vaziyat tub asosdan O'rta Osiyo, dunyoda o'zgarish, shu jumladan O'rta Osiyo, Xitoy atrofidagi geosiyosiy vaziyat o'zgarib ketdi. Masala endi Yaponiyani berbat qilish. Shuning bilan o 44-yilgi Yalta konferensiyasining Stalinga juruzlikdan Churchill boshda, keyin Truman aralashib qo'ygan masala Sovet ittifoqi G'arbiy
Evropadaki ikinci soğuşunun tutuşu bilen 3 aydan kaldırmasın Jirak şerikte Japonya'nın Manchuria'daki joylashgan armiyasını berbat qilishga so'qish etish kerak. Şunun Stalin ağzaki va'da berdi, uningga g'arb vakilleri jiq yani imtizam berdi. Mesela bunu Mongol yani hozirgi Moğolistan'ı yani Mongol Xalq Cumhuriyeti resmi Rossiyanın e'tirof, to есть boshqalarning e'tirof qilishi. Chunki u vaqtda Kuomintang partiyasining hukumati buningga bizning deb talash tatish bo'layotdi. Hozirgi Kurildagi orollar va shunday jiq masala bu Stalinning manfiyati bo'ldi. Shuning bilan o ammo amaliyotda bu Komünist Xitoyma, Kuomintang Xitoyma Yaponga qarshi kurashni kuchlik ib bo'lmaydi. Ve özara, köpünçe özara, asasen Mao Zedong'un hele neyren bilen bu Xitaylar bir-birini karşı bolup turdu. Şuna bu ikisiga küçük ta'sir qilish uchun, asasen bu Kuomintanglarni qattiq bir özünün qo'lga tutish uchun Stalin 44-45 yıl kurashlarga nihoyatda ko'p diqqat qilib, uningga yordam berib, 45-yili so'qish bitib, endi faqat birla Yapon armiyasi qolganda ham Amerika butkul Tinch Aziya, Tinch Okean Aziya rayonidagi ko'p yegan orollarni o'zining ta'sir doirasiga olgandan keyin masala o'zgarib ketdi. Bu bizning shundoq utuqib ketgan milliy armiyani Manas daryasının bo'yida to'xtatish masalasi. Chunki Stalin uchun 450 milyon xalqi bor bu Xitoy davlati birinchi o'ringa chiqadi. Chunki Stalinning maqsadi ikkinchi bu dunyo urushi deydi, Sovetlik adabiyotida bu ikkinchi dunyo urushidan keyin bo'ladigan ikki lager orasidagi masala, Sovet sistemasi, ya'ni sotsializm lageri bilan bu kapitalizm sistemasi orasidagi kurashning g'alaba qozonish uchun uningga 450 milyonluk komünistik Xitoy davlati lazım bo'lib qoldi. Yani bütün Xitoyda komünizm sisteminin o'rnatish. Şunun bilan o Yaponiyani bichib bo'lganki shu 1 milyonluk bu Kvantum armiyasining qurol yarog'i ve Sovet hükümünün Jirak Sharqdagi Tinch okeandagi bor qurol yarog' bundan hammasini Mao Zedongga berishga Sharq Turkiston Cumhuriyeti resmi Stalinning göz karşısına tushib qoldi. Bu strategiyalik Sovet hükümetinin birinchi xatası. İkinci taraftan Uyghur Milli Azadlık hareketiga kurashiga shu xulosa chiqarishki, hech qachon, hech bir zaman Uyg'uriston masalasida yoki shu bizning Uyg'ur masalasida hech bir davlat oxirigacha bir pozitsiyada bo'lmaydi. Chunki uning bir manfiyati bo'ldi. Burunki klassiklar shundoq degan. Hech bir davlatning mangu do'sti yo'q, mangu dushmani yo'q. Mangu manfiyati bor. Biz shuni boshqacha aytganda Uyg'urlarning, Uyg'ur millatining mangu manfiyati mustaqil Uyg'ur davlati. Mangu dushmani yo'q, mangu do'sti yo'q degan ideyada bo'lishimiz kerak. Mana nihoyat bizning rahbarlar mushuning ishini mashunda harakat qilib oqibat nima bo'ldi? Sharq Turkiston Cumhuriyatining ikkinchi raisi va bir turkum hukumat raislarining mana shu Olmuta akeldi 49-yili 24-avgust kuni mana shunday issiq kunlarda 27-avgust kuni ularni Moskvaga olib bordi. Lubyanka turmusida 2-3 kunning ichida urib o'ldirib etdi. Bu aniq ispatlandı. Şu vaxtki NKVD'nin, KGB'nin razvedka ve terör başkarmasının reisi bo'lgan general-leytenant Sudoplatov keyin Stalinning 20 yıl türmede oturup 90-yılları bir eslatma yazgan ve şunun on qo'lli Mao'ni Eitington bevosita g'uljida bo'lib, ashlarni aldab, shular uyushtirgan shu o'ltirish nima qilishini. To'y mashina xulosa chiqarib bo'ldi. Ya'ni Sovet hukumati ikkinchi qatim Uyg'ur mustaqil davlatni o'zining manfiyati uchun, ya'ni xiyoliy manfiyati uchun, chunki Stalin mavjudini shunday o'zim kommunist qilib, o'zim tutman dedi. Keyin 1950-yil 14 dekabrda mavjudin tunogin e'lon qilib mustaqillikni Moskvada keldi. Ta 51-yili şu 8 fevralgacha
yani Sovet ve Xitay dostluk, hamkorlik kelishim imzo qilinguncha Moskvada qahritan so'g'iladi ashadi bo'ldi. Shu vaqtda Stalin o'zini e'tirof qildi. Mao Zedong kommunist emas dedi, o'zining o'ttirdiga. Bu kommunist emas dedi. Amaliyotda Mao Zedong, yani Xitay kommunistleri Sovet rahbarlarini aldab ketdi. Shunda qilib biz qurbon bo'lamizda, undan keyingi masala hammasi bu milliy avtonomiya degan narsaga akib taqildi. U yana avtonomiya Sovetniki emas, u bu boshqa gap. Bu masala yana qaytadan ko'tarildi. Sovet ittifoqi 62-yili G'uljidagi 29-may norozilik namoyishini Xitoy kommunistik Xitoy hukumati qattiq qo'lliq bilan rahimsiz qirg'inchilik uyushtirganda, shundan keyin ommaviy qochishib, har turli statistika, rasmiy statistika 73 ming odam qochib chiqdi deyilgan. Amaliyotda shu bir 200 mingning atrofida hamda uning qanchasi ko'pisi 70-80% Uyg'ur, qolganlar qozoq, tatar, shadaki turk millatlarining ko'pisi qochib chiqqan. Allah'ın bir alohidligi, birinchidan bularning ko'pisi mustaqil davlatda yashaganlar. Ikkinchi, shu mustaqil davlatning aktiv faoliyatchilari, har xil lavozimlarni egallagan, hatto Sharqiston Jumhuriyatining bosh kotibi marhum Abdurrahim Mahsum mana shular chiqdi. Bular hech qachon, hech bir zaman vatanni ozod qilish ideyasini va shu uchun kurash to'xtatgan yo'q. Chiqiblar imkon bor buni harakat keltirishga tirishdi. 60-yılda, 65-yılda asasen bu Sovet Xitay münasebet nihayet keskin bulup Xitay'da bu atalmış medeniyet inkılabı başlanganda Sovet hükümeti bevasıta tayarlılık kılışkı başlaydı. Yani bir şu fırsatını kütüp kandaktı bulmuşsun şu bilmem şu Xitay'a besip girişini planladı, planla bulmadan her halde şu 69-yılki Rus edebiyatında Damanski araldaydı. Damanski Xitaycha boshqa etildi ve Kazakistan'ın Jalang'och Ko'l. Mana ikki yerda rasmiy Xitoy va Sovet qizil askarlarning to'qinish bo'ldi. Xitoy qattiq zarba oldi. Lekin mushu to'qinishdan keyin Sovet hukumati va Xitoy bir-biriga bo'lgan düşmanlikni kuchaytirdi. Endi Xitoyning adabiyotda Shujungji deydi, Sovet Shujungjilar, revizionizmga qarshi kurashish, ya'ni Sovetlar kommunizm chekindi degan gap. Sovet rahbarlari bo'lsa aksincha Xitoy kompartiyasi bu opportunizm boshqa yo'lda ketib bordi, kapitalizm yo'lda. Mushu yo'lda Markaziy Osiyodagi bunu yeni çıkan kaçaklardan, yaş ballardan, ziyalıların hemmisini qaytadan vatanni azad qilishga davet qildi. Neticede vatanni qutquzish komiteti kuruldu, Moskvada radiolar açıldı. Bu her xil shunday hareketlerine yol koyuldu. Kazakistan'da mı teş yatmazsın, Uygurlar Sovet Kompartiyasining rahbarlariga, Brejnevga her xil taklif bilan xatlar yazdı ve atalmış xalqaro kommunistik hareket degan bir hareket bo'lgan. Dunyodagi kompartiyaning liderleri ya Moskvada ya bu Vengriyada, Bolgariyada, Rumuniyada shunday yig'ilib qurultaylarni o'tkazganda shu qurultaylarga xat yozgan. Mana mushlar to'g'riliq men bu kitobimda tafsili yozdim. O hujjatlik ular nihoyat amdan ishni qilgan. Birinchi Uyg'ur davosini dunyoga to'ntishni o'tirib qo'ygan. O'zlarining ahvolini bunda qilishdagi asosiy maqsad bu kishilar endi ishongan. Bunu Damanski va Jalang'och Ko'lning atrofidagi urushlardan keyin xalq shuni tushundiki, shunday bir fikr kelganki, endi Sovet hukumati haqiqatan Xitoyni bilmagan bo'lsa endi tushundi. Xitoy kompartiyasi u kommunist emas, Xitoyning Sovet hukumatining dushmani. Endi Uyg'ur harakatga haqiqatan yordam berdi degan fikr kelgan va vatanda ham shu Sovet Xitoyning hareketinin mürekkepleştiği münasebeten Halk İnqilobiy Partisi hareket kilidi. Akıbeti ming afsus nihoyat ig'ir dahshatlik taqiblashlar 69-70-yillari bo'ldi. Ularni tarixda yaxshi yozilgan. Mana shunday. Ya'ni Qozog'istonda doimiy bir harakatlar bo'lib turgan.
Kahraman aka bu 1943 yıldaki Tehran ve Yalta yığınlarının kıska birmiş Uygurlarga münasebetlik mezmunu ne bolgandı? Kısaca. Tehrandagi 1943 yil Tehrandagi yig'inda ochiq Uyg'ur masalasi qo'yilmadi. Asosan shu qandaq qilsak fashizmni biz barbod qilib, bu barbod qilgandan keyin ikkinchi bu dunyoni qandaq boshqarish, qandaq bo'lish masalasi. 44-yilgi Yalta konferensiyasida u tur Xitoy masalasi doirasida Xitoydagi shu vaqtdagi bu Yaponiyaning Xitoydagi 1 milliondan oshiq armiyasi uni Sovetlarning qo'li bilan ujuqtirish va Xitoyda bir tuzumni ro'yobga chiqarish. Mana shu masalasida G'arb davlatlari ma'lum darajada Sovet hukumatiga Stalinga konkret bir imtiyoz berdi. Shu imtiyozdan foydalanib Sovet hukumati bu Uyg'uristonda pishib yetilgan qo'zg'olonlarga qo'l selishga boshladi, shularga yordam berishga, shularni turt qilishga, shunday. Lekin buning emas, asli 44-yilgi shu nima Yaltada ancha masala bunda qattiq qo'yilmagan. Faqat Mo'g'uliston masalasi qo'yilgan. Stalin Mo'g'ulistonni mustaqil davlat qilib deb e'tirof qilinglar deb G'arbning oldiga qattiq turib olgan. Bu mesele itiraf qilindi, lekin 45-yilga kelganda Kuomintang bilan bo'lgan o'zaro suhbat kelishim jarayonida bu mesele qaytadan sahnaga chiqib, Mo'g'ul masalasini Xitoy taraf Kuomintang qattiq turganlikdan Stalin mavjud Sharq Turkiston Jumhuriyatini qurbon qilish orqali e'tirof qildi. Mana shunday bir siyosiy o'yin paydo bo'lgan. Buningga shu G'arbning Potsdam kelishimi, yani 45-yilgi, yani şu uçuruş yedəndə Stalin, Roosevelt, Truman üçü boludu Potsdamda. Germaniya berbat boldu. Şu vaxt uçuruş boldu. Şu 8-ci ayda Kuomintang Xitoy bilan Sovet ittifaqının dostluq, hamkorlik shartnomasi sahnaga chiqdi. Mana shu shartnomada Uyg'urlar masalasi sahnaga ilinib, Moskva rasmiy Sharq Turkiston Xitoyning territoriyasi, Xitoyning tarkibi deganni e'tirof qildi. Bu shu yaqin asrdagi, shu yaqinqi 100 yil ichidagi Sovet ittifoqi bo'lib shu Qozog'iston rayonlarida Uyg'urlarning eng og'ir fojiaga yo'liqqan voqealari yoki vaqtlari qaysi yil oylari qanday nimalar bo'lib ketdi? Bu Sovet İttifaqı Uyg'urlarning tarixi nihoyat murakkab, fojiali tarix bo'lgan. 1917-yili bu 11-oyda Sankt-Peterburgda Çar podsho hokimiyatini ag'dirib, Lenin va bolsheviklar kommunist hukumatni qurdi. Shu uzoq o'tmaylar, shu 12-oyda favqulodda komissiyya degan qurildi, uning ati Cheka. Şunun təsirindən və joy-joyda öz vaqtida bu bolşeviklarni Çar podsho hakimiyyəti məsələn Olmutga, Bishkekka aşındaq şəhərlərə sürgündə qılğan. Bu Olmutdakı vaqtida Olmutning eti Verni degan shahar. Shu Vernidagi kommunistlar 18-yili 3-oyda bu yerda qo'zg'olon ko'tarib, podsho hakimiyyətini, shuning bu yerdagi hokimiyatni ag'dirib, kommunist bolshevik hakimiyyətini qurdi Olmutda. Şu hakimiyet kuruluşu bilan biraz o'tmay podsho hakimiyatini vaqtlarda bu endi podshoning chegara rayon bo'lganlikdan chegara rayonida podsho zamonida mudofaa sistemasi shu vaqtdagi adabiyot bo'yicha Kazak emas, Kazak. Uni Uyg'urlar O'ris Kazak deydi. O'ris Kazaklar at quradi. Ular uyda qurol-yarog' tutadi, yeri bor, mustaqil so'qish bo'lsa, shu o'zining at qurol-yarog' bilan chiqdi, chegarani mudofaa qildi. Shu Kazaklar podshoga nihoyat berilgan, chunki podsho zamonida ular nihoyat ko'p imtiyoz olmuş. Olmut tomon hozirgi bu yerdagi Talg'ir, bu ikkita shaharlari, bir Sofiysk, bir Nadejda degan masalalar hammasida Kazaklar ko'p bo'lgan, O'ris Kazaklar. Shu O'ris Kazaklar şu zamandaki Olmutning atrofidagi mesela Yengsha bo'lisi,
Beşirbek, Koran bolысы ve Malvay bolысы. Muş bolsаны aldığı berip, bolşeviklar sizler çarpatçanın pufası. Şunun sizler 1881 kelişim boyu çıkan bu bolşeviklar dininglarni yok kılıdı, xotinlarni andak kıldı, mandak kıldı dep hakikatini değişiyor. Şunun bilen bir grup Uygurlar meşede. Bu Almatı'da kurulgan hükümetinin o vaxtlarda sepil bolgan, mana mal istansiya dep koydu. Mal istansiyasi bir sepil qala bolgan. Şu qalaga şu nimlar bilan billa Qozaq o'rislar bilan hujumga bo'ldi. 100 Uyg'ur ara ketman güjahlar bilan kelgan. Bari yo'qi. Ularning hammasi degidek oldin sapti bo'lib o'lib ketdi. Bo'lgan ish shu. 1918-yili may 5 ayının 5'inde Taşkent'te Türkistan Avtonom Cumhuriyeti kurulgan. Türkistan Avtonom Cumhuriyeti'nin komisarları, hemisi şu Ruslar, Bolşevikler karar aldı. Verdi, yani Almutu'daki qozulan kötegellerini cazalaş. Polkovnik Murayev degen NKVD'nin vaqtda ÇK'nın ofiseri kural yarak şu cazalaş atriti bilen başta vaqt poyuz Almutu'ga kelmedi. Bu Chimkent, hazır Chimkent'e kelen Chimkent poyuz, onun keyin atliq kelip Almutu'ga keldi. Yolda bu başka aşındaki cazalaş otlarını kengaytip Almutu'ga kelip, Almutu'daki bu bolşeviklar qaytadan o'rniga kelgan, şu bolşeviklar kelishib, bu yerda şu zamanda Vinogradov degan nihoyatda cho'ng bir bolşevik bo'lgan. Şu an hammasi bilan til biriktirib, Almutu'dan 35 kilometre Yengişe degen şu Bolus'un merkezi Yengişe. Şəhərdə xalqni yığın badab bir qorağı yığıb, Yengişədə şu 18-ci 8 məscid bolgan, 9 bəli bolgan, 5000'dan oşuq ahalisi bolgan. Mana şu 1000'ga yaqin adamni pulemyotdaydı Maksim şunu itip qırp taşlaydı. Maşında itiş Məlim, ikinci mana bizning asli boğularımız kurgan şu məlikildə yedim aşındaq həmmisini yığıb elib, Uygurlar şundaq sadda biz millet bolğandan keyin biz heç nima qatnaşmadıq, kommunistlar heç nima qılmadıq, heç nima bolmaydı dep nan, mal soyup qarşı aldı. Hemmisini hiç bitmey 14-15 yaş. Yani tallaşta şu ahaklarını muşuna boyu qaraplar işinin nimisi xaşigi vaxtlarda paka soqmu tamlab bolğandan keyin qoyuplar muşuna atqan. Bu etiş tak meşadan tatып en dahşatligi hazırkı Lavar Koran bu bolğan muşuna mana Savtaxunum o medresede şu vaxtlarda 250-300 taliplar bolğan. Şu taliplarni Savtaxunum atılğandan aldıdı, şu sorap 2 rekat özünün namazını okup tayyorluk qıldı. Her halda şundaq bir dahşatlik paketlar var. Atqan adam şadlı sarang bo'lib ketdi. Şundaq bir rivayetlar var. G'aljatqich etib bardı. Ama neri bağansır, mesela hazır Uygur nahiyasının haqları anlap, köpünçe tağlağa, bağlağa keçip qutuluşqa başlaydı, qaçıdı. G'aljatqich kelgende, g'aljatliqlarning hammasi vaqti chegaralıqı, şartlik bağlıqdan hazırki o tarafdaki Jag'istayga ötüp aldı. Mana şu 18-yılki muşu bolğan qanlı qırğınçılık mayının 25'inden tatып, iyulning mana muşu aylarning o'ttirgichi davom qildi. 1,5 ay atıdı. Resmi məlumatlar boyunca 23.000-25.000 adam nahaqdan nahaq qanunsuz etildi, hech qanday sotsuz. Şu vaqtda hazırki Almutu vilayetining territoriyasida 120.000ga yaqin Uyg'ur bo'lgan, bari yo'q. Mundaq aytganda har bir 4-chi Uyg'urni etib tashlaydi. Shuning bilan nima bo'ldi? Kunni kechisi Uyg'urlar ana vatanga qaçdı bu yerdan. Hamma tashlab. Mana mashunda şu vaqani Qozog'iston Uyg'ur adabiyotida atu pajası deb, şuna sizge iyada bir yerde atu dese, ama tafsilat mana bu. Mana muşu atu pajasını tahlil qilib bunu tushunmay, 7 Uyg'urlarni, yani Qozog'iston Uyg'urlarının bu psixologik yoki nim tarafini tushunishmi biroz masala. Bunda aytganda Qozog'iston Uyg'urlari tunji bo'lib Sovet hokimiyati qarshi chiqqan. Uni qabul qilmagan. Shuningga nihoyat qattiq jazolangan.
Endi u hokimiyatga cho'ng bir qarshilikmi ko'rsatmaganda bir 50-60 ya'ni kelib shularning ashunda sepil hujum qilinishi hech bir yerda bugungi hujum nima hujjat tepilmadi. Faqat mana hujum qilindi degan bir Toshkent chiqqan qarordan boshqa hech bir hujjat yo'q. Ya'ni hujum bo'ldimi ya uni bunda aytganda ig'vo orqali shu ÇK NKVD uyushtirdimi bir masala. Men mushu Sharq-Turkiston Cumhuriyatini tarixini o'rganishda ko'proq imkon bor Abdurrahim Mahsum bilan suhbatda bo'ldim. Bir 20 qitimdek uchrashuvlar bo'ldi. Abdurrahim Mahsumning va uning atrofidagi kishilarning aytishicha Alxon Turam qat'iy mustaqilchi, diniy zot, Uyg'ur harakatiga berilgan bir zot. Ammo ma'lum darajada siyosiy saviyasi yuksak bo'lmagan uning aytishga, chunki qanday jumhuriyat qurish, qanday boshqarish, Moskvaning ig'volarini aniq ko'ra olmaganda o'z vaqtida. Ahmet Efendi'ye kelsak, nihoyatda bilimlik. Hatta ingliz tilini bildigan, ruslar bilan ruscha ular yaxshi so'zlashadigan, avrishim siyosiy tutishini, endi bitimni butkul Moskva kuchi bilan majburladi. U majburiy tangan. Hech qanday bunda aytganda Ahmet Efendi'ning so'z bilan aytganda oldimda dushman, orqamda miltiq tutdi. Şunu ben şu bitimge kelishga ya da bitimge Ahmet Efendi o'zi emas, merhum Rahimjon Sabir G'oji boshliq bir hayat bo'lgan 3 kishilik. Mushu bizning rahbarlarning ko'pinchisi o'zining millatiga ozodlik kurashga sodiq bo'lgan. Lekin tarixinin taqozosi bu taqdir tarixinin bu ta'tir aylanishi şu zamandaki davrni boshqarayotgan, şu zamanda Sovet ittifoqi birisi 2. Dünya urushida g'alib qozib nihoyatda bir kuchli Amerika, G'arb Yevropa bilan ular bilan aytganda kurash qila oladigan va ulama Sovet ittifoqining manfaatlarini hisobga oladigan bir kuch bo'lganlikdan u va yangidan kuchayotgan Moskvaning ko'z qarashi bo'yicha o'zining bunday aytganda sherikdishi degan Xitoy kommunistlari mana shu ikkisi til birіктirish orqali qurbon bo'lgan. Ya'ni Uyg'ur rahbarlarining o'zlarining irodasi kuch tarafidan bu vaqalar hal qilib ketgan. Boshqaramay ularning tizgin qo'ldan chiqib ketganda G'ani Baturlar ko'rishdingiz, biroz to'xtab turibsiz. G'ani Batur bizdan bu yerga kelgan nima ishlarni qildi deydi. Bizlar nima bilan deydi? Arzu edilarmi? G'ani Batur endi u tug'ma bir talant, o'qimagan bilimda aytganda bir fundamental o'rta maktab bilim bo'lmagan bilan hayron qolalik bu naql so'zlarni, yiqil so'zlarni o'tirib qo'yadi. Masalan, Stalin bilan uchrashgani rost, bu pakt bor ekan. Shuningda Stalin mana endi kommunistlar yeni hayat nima zaman keldi, sizlarga yaxshilik akeldi, qo'yyotdi. Bu qandoq deganda G'ani Batur shundoq degan. Oq ish, qor ish baribir ish tishlaydi. Qandoq bir qisqa ibora bilan tushuntirib bergan. G'ani Batur tunji qitim mashadagi ziyonlarni yig'ib olib, "Hey, sizlar qo'lingda qalam tutadigan kishilar, nimishki buni ko'k ko'zlarga Moskvaga xat yozmaysizlar? Zaman o'zgaryapti. Mana Sovet endi Xitoy bilan qaram-qarshi nimaga chiqdi. Bu da Sovet rahbarlari Xitoyni tushundi, kommunistlarni tushundi, ularning kim ekanligini. Endi bizga yordam berdi deb devatgan. Hech qachon hech bir zaman mushu vatanni unutmagan, u o'zining so'zida dedi, "Men vatanda tug'ildim, muqaddas yerim mening shu Sharq Turkiston." Hatta Sakrat yatganda bana Yusufbek Muhlisi deb bergan, chunki men vaqtida armiyada Yusufbek Muhlisi bir qitim bo'lsa, "Ey efendim, sizlar qo'llarni yaxshi qalam bilan tutdilar. İmkon bo'lsa mollaga tushundingizlar, meni otga mingizib, qo'limga miltiq bersa, men mush chigar bis o'tib
Eng bo'lmasa bir Xitoyni etib saqchini etib o'ltirib u dunyoga ketsam degan fikr. Ya'ni o'lgicha u bir vatan to'g'riliq arzusi bor, ammo biz yosh vaqtida buni bir xalq batiri rivoyat hayron shundoq ko'rib, masalan, G'ini Botir bundoq yog'ochni ko'tarib olib bir qilsa 10 Xitoyni yiqitdi, ashloq biz ishlatdik. Aşındaq boğulur işinət. G'ini Boturga o'qasi o'q almaydigan, G'ini Boturlar shundaq deganga hammasiga biz ishlatdik. Shundaq bo'lib, shuning ta'siri cho'ng bo'ldi. Endi u hozirgi atalmish So'z Qozog'iston degan yerda keyinroq, chunki G'ini Botur bu yerga chiqib cho'ng qiyinchiliklar ko'rdi. Undan keyin O'zbekistonga ketdi. Yerda ishsizlik, bu nihoyatda qiyinchiliklar o'tdi uning hayoti. Bu davrda, bu zamonda. Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirish Mishalik Qozog'istonlik Uyg'ur davosiga qanchalik darajada ziyon yetdi? 1996-yili tunji qitim Shanxay birligi degan birnim qurildi Shanxayda. Ya'ni Shanxayda imzo qo'yildi. Uningga shu Xitoydan boshqa Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Rossiya imzo qo'yib, Tojikiston ham. U vaqtda masala menda qo'yilgandi. Mushu o'zaro chegara masalasini bir taraf qilmaymiz deganda. Shuning bilan chegara iqtisodiy masala. Shu tashkilot qurilguncha, masalan 96-yilgacha men ittifoqning rais sifatida hozirgi shu hokimiyatga bir arz bersak, masalan, vaqtida ko'pincha biz Lobnur atom yadro sinaq maydonining yepilish uchun namoyish qildik. Namoyish deb arz beratdim. 10 kunlik qilmadi, qaratdi, ruxsat beratdi. Ko'p esa shu vaqtlarda biz shu Formunov ko'chasida Xitoyning elchixonasi tar bir bundaq mayqi keng bo'ldi, turadigan yer yo'q. Shu ko'chada har qachon hukumatning so'raydigini buni qatnashishni buzmasdan bu tarafga turib yozganlarni topshirdik, shunday qildik. 1997-yilgi G'ulji Uyg'ur yoshlarining namoyishi va uni qattiq qo'lliq qirg'inchilik Xitoyning maxsus aylantirishidan keyin bu yerga qochoqlar ko'paydi. Shu vaqtda biz ittifoqning raisi va hammamiz butkul vujudimiz bilan ularning 3-chi, 4-chi boshqa davlatlarga o'tishga va har qanday nimalarga yordam berdik. Shumi bo'ldi, Xitoy mushu tashkilot doirasida qism ko'rsatdi-da, bir tunji qitim bizni sotlashga boshladi. Sot qonun vaqtlarda Qozog'iston hukumati qonun doirasida masalani bir taraf qilish, anglash, namoyishlarga ruxsat har xil sabablar bilan bermaydigan o'tdi. Ammo 2001-yili rasmiy Shanxay, hozirgi Shanxay hamkorlik tashkiloti qurilgandan keyin namoyish tumaq, yig'in o'tkazish, masalan, vaqtidagi bizning Uyg'uriston xalq partiyasi deb bir uni keyin biz endi shu G'ulji qonliq fojiasidan keyin ta'sir elib g'ulaslab bir partiya qursak to'g'riga, shu ulgu bo'lsin, Markaziy Osiyodagi Uyg'urlarni biriktiradigan da vatandoshni ilgari siyosiy bir qurilma qurdik. Shuning bilan u rasmiy taftish tarafdan uni tahlil qilib sotga berdi. Sotda bizni bir dushman sifatida ko'tarib jazolash, qanday jariman soldi va kaza. Shanxay hamkorlik tashkilotining asli buni rasmiy tarafidagi masalasi chegara masalasi va iqtisodiy o'zaro hamkorlik masalasi bo'lsa, g'ayri rasmiy Beijingning va Rossiyaning o'zining bir masalasi bor. Qo'ygan maqsadi Markaziy Osiyodagi Uyg'ur harakatini tuzildan yo'q qilish va qat'iy harakat qo'ldirmash. Shuning uchun Beijing taraf har qachon Shanxay hamkorlik tashkilotida qaror elishga tirishdi. Ya'ni Markaziy Osiyodagi davlatlarda Xitoyga qaratilgan harakatga yo'l qo'ymas degan punktlar, moddalarni kirgizib. Shanxay hamkorlik tashkiloti Uyg'ur harakatining mashada nihoyat ig'ir ahvolga tushishga birdan-bir asosiy shu tashkilot. Bu Xitoyning shu yo'shin akit bo'lgan. Hozir nima bo'ldi desangiz, hozir mana bugun konkret 4 yil bo'ldi Toshkentda terror Shanxay hamkorlik tashkilotining terrorizm qarshi markazi bor. Yerda har bir davlatdan shu maxsus organlardan vakillar o'tirdi, shular planlaydi. Ularning obyekti birinchi navbatda shu atalmış milliy bo'lgunchilar, terroristlar va kazlar. Xitoy tarafdan uningga planliq va bir angliq ravishda Uyg'ur harakati, shu jumladan Dunyo Uyg'ur qurultiyi, uning har xilda saylanganlari, masalan, Shanxay hamkorlik shu terrorizm
merkezinin kararı bilen şahsen meni bugüngiçe ya Kırgızstan'a ya Özbekistan'a ötkazmaydı. Qancha qitim mana barman chegardi meni qaytarib yetdi. Shanxay hamkorlik tashkilotining bizning harakat ekegan ziyini nihoyatda cho'ng. Sizning kitob dasta yozibsiz, siyosiy harakatlarni o'qidingiz. Keyingi umringizning oxiridagi orzularingiz nimalardan iborat? Albatta, har qanday bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan mening orzum mustaqil Uyg'ur davlatini ko'rib o'tib ketish. Cho'qim men bo'ladi deb hisoblayman. Bugungi mushu Xitoyning o'zining ichidagi siyosiy, partiyaviy, iqtisodiy, harbiy sohalarda bo'layotgan, madaniy sohalarda bo'layotgan jarayonlar shuni ko'rsatadi ekan. Xitoy Kompartiyasining oxirgi bosqichi boshlandi. Oxirgi bir zamoni keldi. Kompartiya barbod bo'ldi. Kompartiya barbod bo'ldi. Xitoyning o'zi birinchidan mushu bir diktatorlik sistemini o'zgish harakati Muşlar rivajlanıp yeni demokratın bazı bir elementleri çıkıyordu sahneye. Onun çıkışı bilen elbette Uyguristan'da mundaq etqanda dissidentlik hareket. Yani resmi merkezin siyasetini tanqid qilish o bugün ket bardı. Mesela Beijing'deki İlham Toxtunu alaylık. Şu sisteminin, şunun asası, Xitayning asas qonun doirasida turib, şu pozisiya turib elib, merkezinin asasen avtonom rayonning partkom ve hükümetinin ilip berip atkan müstemlik siyasatını tanqid qilib atdı. Maşallah özgürlükler bo'ldi. Shundaqla yana bir arzuyum bunu Xitoy 1949-yildan ta bugungacha Xitoy kommunistlarining Uyg'urlarga akagan zabir zulmi Xitoyning bunda aytganda mushu mustamlik siyosatini ilgari surish ishki mexanizminin mahiyetini gösteriş Uygur Milli Azadlık Hareketi o cık buldu Halk İnqilabı Partisi Barin Kozgulungi bu Gulcu hareketi mana Ürümçi yaşlanamayışı ve onun 40. Muşlarının hemmisini tahlil qilib yezip bitadim. Hem de şu neşriyatten şunu çıkırıp eliş. Da arzuyum şu bunu bizim hazır Uygur meselesi deylik, Uyguristan meselesi dünya halkara sahneye çıktı. Bizim liderimiz Erbiye Kadir başlık. Hem de bunu küçeytiş gerek. Bunu muşu tez bozke dep bir arzu. İmkan ba hem kaysi yolda mağmaylık. Meyli bir dini yolda, ya ki mağrip yolda, yani bir hemimiz pütkül muşu küçümüzünü hemkarlaşıp halkarada Uygur meselesini muşu Tibet'imi üstün bir dereceye, seviyeye götürüp alsak. Çünkü Xitoy Kompartiyasındaki parçalanish ve jarayonlar Xitoy xalqining o'zgarish jarayoni Uyg'urlarning ozodlik harakati nihoyat murakkab yangi bir vaziyatni paydo qildi. Mana shu vaqtda xalqaro jamiyat, Amerika boshliq Yevropa davlatlari hammasi Uyg'ur masalasini ijobiy qabul qilsa, ijobiy tarafdan Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi erkin belgilash huquqini e'tirof qilsa, Uyg'ur xalqiga osonlik bo'ladi. Özünün ahirki arzusuga, gayesiga yetiş üçün. Esselam vay elveten yurtum seni meldir kürey değmen seni Kürey değmen Bisin bağrımını bağrınga Gelip sende vay Gelip sende Turay değmen
senin bağrın tökez açkan üzülmez bu gönül riştim üzülmez bu gönül riştim Tapangni tut ya eylep vay yüzümge men sürey değmen Tapangni tut ya eylep yüzümge men sürey değmen Güzemge men sürey değmen Talay yıl ay edip senden Misafirlik diyat elde Misafirlik diyat elde Ötüldü küp senin kadrin vay Seni yoklap kiley değmen Ötüldü küp senin kadrin Seni yoklap kiley değmen Seni yoklap kiley değmen Cihan kizip tapalmadım vay Senin dek bir güzel yurt ne Ay yasni cemalinge Üzem aşık çiyay değmen Üzem aşık çiyay değmen Hicran o bağrımni vay Köydürüp yara kıldı Ay yasni cemalini Güzemge bir sürey değmen Güzem aşık suyey değmen Esselam Vay elveten yurtum Seni meldir Kürey değmen Seni meldir Kürey değmen Nurahmet Ahmet degan bo'laman. Shoirman. 19 yoshimda 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 19 yoshim
Vatanninki kichik mazodiga yesidan chiqqan 62-yili. O yillari vayronchilik bo'lib ketgan bizning yurtlarda. O yillarda bizni hech kim oymagan o chog'lar. Shu qaqshab yurib mashaq chiqqan. Ondan keyin Sovet o'rislar bu Xitoy cho'shqining orasidagi bir do'stlik nimasi bo'lib, Tashkentga o'qish qilsam, aqamni qo'g'lab yurib universitetga o'qishga tushirib olgan bular. Men shuni o'qigan. Eng asosiy maqsadim nima? Vatan. Buni hozir 60ni ochdim, buni aymayman, buni mashkamishil deyman. Şu vatan to'g'riliq yozgan mana she'rim bor. Vatanim, men seni oltinliq tog'lardan ko'rdim. Seni yana yuyulmagan ra'no gullik bog'lardan ko'rdim. Men seni oltin vatanim, vatansiz yurgan musofirlarning ko'ngliki dağlardan ko'rdim deb she'r yozdim. Yana bir şey, ömrüm meniki vatan haqida yozaman. Vatan haqida yozganim uchun men vatanimga kiramaydigan, o'zim hukm chiqarib olgandek turmanda. Sen ulug' ana vatanim. Sen nurluq ana vatanim. Men seninle ketkashga bunu dünyada ömrüm boyu men xorluq ana vatanim. Hendim desem bo'ldi. Seni deb o'tga kirdim, sen yo'q. Seni deb suvga kirdim, men yo'q. Men endi qanday qilay azizim, bu dunyoda beshing tosh qurg'un, men yo'q. Men vatan ko'yinib, o'lib ketmagan, meni mavzdonchilar yaxshi ko'rmaydi, meni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Men dunyoda bir g'arib musofirman. Gapni mesela tugatsak, qanchalik programmaga loyiq keldi, uni Alloh bilir, biroq aytadiganim ana shu. İradem şu. Ve bir kelgende tunji qitim nimeler bilan oldingizga nime ishlar chiqdi, bularni biraz so'zlab bergan bo'lsangiz. Uçaklarda ben balı vaqtida keldim, 11 yaşdan oshganda. O aqarsini bilmay chiqib qoldim. Keyin Tashkentda o'qidim, boyqa degandek, Xitoylar o'risning sayisi bir-birisiga qarama-qarshi bo'luvdi. Vo, dunyo mosh keldi dedim, bu hech nimaga yaramaydigan gapganda bu. Bu vatanniki ishqi, vatanning muhabbati boshqa gapganda. Men uni hech yerda nim qilmayman. Kirib boqmadingiz vatanga? Bir ish qitim kirganda qildim, qanoat hosil qilmadim. Nimalarni ko'rdingiz kirib? Nima kiraman? Xitoyning ses tovarni yelkama-yel ko'tarib olganlarni ko'rdim, o'zimning vatandoshlarini. Uning bilan o qat tugmaydi. O qat emasda. Undan keyin yana bir nima sezgan yerim. Hozir bizda 12 muqomni Uyg'urcha naqsh kasetlarni millionlab chiqaryapti. Qur'on Karimni 100 minglab Beijingdan chiqaryapti. Uyg'urlar ashnolar yuson degan siyosat bu. Uyg'urlarni dab Sunayning, Kanayning odami millat qilmoqchi bizni. Texnika, mono taraqqiyot bizda yo'q bu. Shularni o'ylasam, ishqilib ufkam bayqa bu peridachang chiqcha bayqa. Aytilgan so'zim yo'q. Qozog'istonga kelgandan keyin siyosiy faoliyatchilardan kimlarni ko'rdingiz, kimlarga qoyil bo'ldingiz? Yo'q. Ketganlardan, bir hech kim ishlamadimi bu yerda? Bu yerda Mandaqovkam Qozog'iston o'z davlatligini oldi. Biz hammamiz xo'shal bo'ldik unga. Elimi xo'shalmiz. O'zimiz beshimizni o'nglamay turib, xalqniki nimasiga
baha berdiği hakkımız yok. Dedik Uygurlan da atımında. Mesela Ziya Semedi, Aşır Vahidi, Gani Batır'la bula bilen bir söhbetleşiş pırstınız bombudu bula kan. Hemmisi arlaştım. Hemmisi. Ömrü milletten taqdirle öttü. Kerek olduğun bolsa Yusufbek Muhlis degan adımımız 50 neçe yıl meşak çıkıdı, ölüp ketkiçe 90 yıllargacha. Toy tökünge aralashmay ötdi. Men musafir, men qaraliqdagi millatning vakiliman deb. Bunu nima desa bunu? Sen degandek tushunmay qilyapti. Degandek tushunishlik bo'lmayotgan o'xshaydi mening so'zim. Nurg'un ilmiy, adabiy asarlarni yozdi. Yazgıda faqatla shu millat taqdiri, millatga bo'lgan ko'rinishlar yozdi. Mümkün ba'zi bir asarlari, masalan, bunu nima bo'yicha tövandi, biroq ko'rinib o'tdi. Yana boshqa Ziya Samadi. Ziya Samadi ömrünün oxirigacha shu Xitoy degan millatga kelishmaslik bilan qaqshab turib kitoblarni yozdi. Asarlari keldigan yili yetmoqchi 100 yillik oldu. Meni balası Rizo akam qizg'on qildim. Rizo aka bu siz qanday odamsizlar bu? Bu xalq yozuvchisi, Qozog'istonning xalq yozuvchisi bu. Bu 100 yıllık en bo'lmagan bir 4-5 tomliq kitobini chiqarsanglar bo'lmamdi deb ranjidim. Astonaga borman, andaqmlar dedim. Ya yerkatdi bir nimasi yo'q. Odam bo'lmaydigan bir ko'chaga Ziya Samadi ko'chasi deb nomini berib qo'ydi. Buni qanday kelishik oldu? Bu bir millatniki, buni Muxtar Avezov, G'abit Musripov, Sabit Muqanovlar Qozog'niki ulug' yozuvchilari e'tirof qilgan odam deb. Biz o'zimiz shuni qadriga yetmayapmiz. Ben shuni ko'ydiman. Milliy da'voda bu yerdagi da'vo qildim deyotganlarning qilmaganlardan ularni eg'izga elish hojatisiz. Qildim deyotganlardan nima talab qilsiz, nima ish qilishni talab qilsiz. Shu o'tirda siyosat o'ynayotganlardan yurt deshidagi, Xitoydagi yoki Qozog'istondagi. Yo'q, men undaq nimalarni qilmayman. Mesela Uyghur milletinin vekilimen deb ko'rinayotganlar, şunun vekillik derecesi emas, seviyesi töven. Ularning ko'tarayotgan meselesi yaraşmagan gap bu. Yaraşmagan gap. Mesela ben şiir yazdım mı? Ben şiir yazdım ben şu halkımga vakalatlik qildim. Ben şiir yazıp, şu şiirim orqali nimaga ilishsam, ilqi bir mukofot olsam desam, o mening shoirligim yo'q-da u. Şiir kitaplarınız var mı? Bor. İsmi nima o kitaplarning? Derding bilan yashayman degan bir kitobim bor. Derding bilan yashayman. Bu faqatla shu xalqimning dardi bilan yozilgan she'rlar. Uni sana ukam beramayman. Sen men chegarani o'tib ketkicha, yerkatdan chiqib ketkicha balaringga men qamay deyman. Qaysi tilda tarqatildi bu kitap? Uyg'urcha. Qanday yozuq, latincha? Ya, bu shu Kiril. Bu Kiril tilini faqat Qozog'istonda o'qiy oladi. Ha, boshqa qayerga borsa, bizning vatan Avrupa, Amerika, Arabiston, Türkiye bu yerda nurg'un Uyg'urlarimiz bor. Endi qanday qilamiz? Yaqinda mana nima chiqdi? Mahira xonim degan bir hikoyamiz Uyg'ur ovozi chiqdi. Nima mazmun so'zini birasiz deb turing. Tozimi taftishlab ketding-ku, oqibat yaxshi bu gapniki. Qilgan narsa xalq taqtayli. Chunki bu yerdagilardan chekinib qo'yapti bu narsa. Bayra xonim deb Ashaqdan Shinjongniki hozirgi
resmi namı şundaq qo'y Şinjan'da. İctimai Fanlar Akademiyasının 2 vekil çıktı. Çıkıp bu şirkette hem de bu jutta bir sorun oldu, ziyafet oldu degende. Şurada Mayra Hanım degen acayip esil, acayip bir yıkıllık. Ben o Mayra Hanım'ın onu nem bile oylap çıkardım. Xiyalımdan oylap çıkardım onu. Mayra Hanım'ını şunda xiyaldan çıkardım, üzem aşının sarağınıp kalındı. Üzem sarağınıp kaldı. Asli o Mayra Hanım'la kömügen, boğmugan, mümkün bağdı, mümkün yoktu. Yani ben şu Uygur milletinin aşına bir vekili arkalık, bizim hanım kızlarımızın akıllıklığını, danışmanlığını göstermekçi oldu. Mümkün o benim kolumda degende kemigendi o. Her halde şunu tırıştım. Benim ufkam, bu sizler nem kılmayım hemen. Her halde rencişim yok. Şunda bir zamanda tolup kaldık, şunda bir zamanda ömür geçtik. Bu bizge Allah'ınki peşanımızı yazgını şudu deymen. Bazı bir ağillerim beni İslam dini bolmagan bolsa biz mustaqillik biletdik dedi. Bazı da oylayma, jıglayma şunun. Bazı da oylap jıglayma şunun. Hakikaten şundaq da o deymen. Biz iradını yoktuk koyduk. Biz milli gururunu yoktuk koyduk. Hocalar ne mi kuvvetti bizde? Bu sözlerim elbette o. Demek yakmaydı kaldı. Kaynap gitti ben. Amalım yok. Xudayımın yaxşı günleri var bizimle. Aman bolayla öte. Va pelaga. Kütmegende muhacir boldum. Bu soğandaki iştek musafir boldum. Musulmandım vatanda ahir akıbet etivasız, kadirsiz bir kafir boldum deb şiir yazgan. Ben üzemni kafirga chiqirib atgan vatanninki dedin. Ta cennetni qaqallağı aman qilsin. Allahu ekber. Bek ziriktim Xitaydan. İli çöçek turpandın, meyli kumul karmaydın. Korlu aksu, kızıl su, ürümçe hem Altaydın. Kuça yeken üçtürpan, Kaşkar hoten hem baydın. Hemme jayda, her jayda, bek ziriktuk Xitaydan. Zulümidin Xitayның sığdıralmay elemni, Kaynap dişip ey cahan, kolga aldım kalemni. Zerbisidin zulümnің xabardar qip alemni, bayan kıldım kiriştim, zirikip bu Xitaydan. Özün bilmey xitingni, izat atmay soraysan, soru bilip her işta, aldımızını toraysan. Bilip alsak hilangni, yine bizni gollaysan, aldamcı hem kızıl köz, ziriktim sen Xitaydan. Köp bolsumu koruman, polo essek doraysan, mihman kılsak poloda, nädi görsen toğlaysan. Kündü berse kündü yep, kanmaysan ya toymaysan, biti qilin toymuğur, ziriktim sen Xitaydan. Qoş tillik bol dep bizlerge, zorlap tаңdың tilingni, ana tilni yo'qitish iken bildik dilingni. Mumkin emas yo'qitish, tepip algın yolungni, ana tilni çekligen, ziriktim sen Xitaydan. İttifaqlık iyi dep, bahar ayını bekittin, Xitaynyla kötürüp, Uygurumni yıktın. Menli yaşay toxta dep,
qanlarımni eqitding, bilgech əmdi oyunni zerikdim sen Xitaydın. Qanunchilik dövleti deb atiding özüngni, özüng terib çataqni qisib alding ko'zingni. Amal qilmay qonunga inkor qilding so'zingni, adolatdan ketnigan zerikdim sen Xitaydın. Bek chiroylik, bek mezilik yazgan her bir şuarın, şuar to'g'lash aslida sening kona xumarın. Şu yosunda el aldaş qalbingdagi tumarın, quruq şuar taksikesh zerikdim sen Xitaydın. Xizmetçingmi, saqchangmi, ögendi şu parıga, qilchi ishni bijirmas, pul tushmasa ariga, kesilidin saqaymas, erishmasa dariga, qalbi majruh saqaymas, zerikdim sen Xitaydın. Ticaretde, hizmette hemmilina allaysan, adimilik axloqda zodi alga basmaysan, özüngni deb, nepni deb hemme ishtin yanmaysan, ademge xas xislet yok, zerikdim sen Xitaydın. Köçmeningni vatanga pidoyi qilib evetding, biz yevatgan nallarni bir yalmapla yevetding. Numus qilmay yeni sen Şinjan bizning davatding. Numus yok, arı yok, zerikdim sen Xitaydın. Bayrak tiklep mescitte alemni tan kaldırdın. Az kelgendek mollini öz yoludun kaydırdın. Kızıl nakşa etkizup el aldıda çandırdın. Faşistlarının ülgisi zerikdim sen Xitaydın. Musulmanlık burçini ada kılsak harlıdın. Karşı turup İslamga toxtumidin harmidin. Ya işindin huyundin cehennemge barmidin. Sana lanet, min lanet zerikdim sen Xitaydın. Sözlesek ger hak üçün biz bölgünçi terörçi. Doppa etles keysek mu bolduk yine gururçi. Men özüm pak diyelmez hatta küçük boruçi. Qarı çaplap ügengen zerikdim sen Xitaydın. Amrak bolsak nimige şunu derhal çeklidin. Çeklisen mu hemmini muradıga yetmidin. Boldu toyduk desek mu ketküzmidin ketmidin. Hörlük izlep ketey dep zerikdim sen Xitaydın. Nimi qilsak zadıla bizning ta'tir sening o'ng. Nimi tersek zadıla sening pishiq bizning to'ng. Sharaf qussak biz billa bizning kichik sening cho'ng. Özüm depla yaşıgan zerikdim sen Xitaydın. Baylık tola vatanda faqat bizla bay emas, yaşaydigan Xitayla qo'yash emas, ay emas. Minib alsang Uyg'urum, çapıdigan tay emas, emdi tapqin o'shungni zerikdim sen Xitaydın. Aldanmayli ey dostlar, ular bergen şu pulga, ketiversek bu yolda aylinimiz bir kulga. Xuda haqqi Uyg'urum, kirmeyli biz bu yolga, tili yumşak dili kir, zerikdim sen Xitaydın. Bilip qo'ygin Uyg'urum, vataningni aslingni, yo'qitup din tilingni, qurutmoqchi naslingni. Uyussangla tapsan, ashu güzel paslingni, avlod uchun, el uchun, zerikdim sen Xitaydın. Qorqsang bozak qilidu bu Xitayning odati, bosh egmisek kelidu Uyg'urning saadati. Tiz pikmeyli her septe, keldi işinin saati, saadetke intilip zerikdim sen Xitaydın. Sözlep baktım köp qitim, ya tilimiz o'xshamas, o'ylab baktım bek uzak, ya dilimiz o'xshamas. Hiç nersimiz o'xshamas, şuna köreş to'xtamas, mecbur qilding kurashga, zerikdim sen Xitaydın. Nemi qilsang qil Xitay, sana emdi bakmayman. Meyli qorqut ya alda, sularingda aqmayman. Altın karvat bersen mu emde hergiz yatmayman. Aldamçı hem yalğançı, zerikdim sen Xitaydın. Yok Xitayli Xitayni barcha Uyghur birleşip, atlanmasak emdi biz keter vicdan kirlişip. Keltireyli hörlükni aql bilen tiriship, işiteyli aqlni zerikdik biz Xitaydın. Vatandan evetilgen namalum bir şairning şiirisi, Şerbet namidagi. Yaqtirib anglığına rahmet.